kimgadir maqsad qo'yishni o'rgatib bo'lmaydi deb o'ylayman. To'g'ri. Universitetda 3-o'rinda o'qishga kirganman. Pul kerak edi, uydagilardan pul so'raganman, $2000 berib turinglar deganman, berishmagan. Chunki natijam bo'lmaganda. Misol uchun hozir meni ham jamoamga kimdir kelib turib, mana $10,000 pul kerak, mana bunaqa proyekt qilamiz desa, uni natijasi bor yoki yo'qligiga qarayman. Agar natijasi bo'lmasa, bermayman. Qimmatroq kam sotgan yaxshimi yoki arzonroq ko'p sotgan yaxshimi? Men qimmatroq kam sotishni tanlaydim, lekin bu nishaga qarab. Qanday odamlar uchun marketing sohasi to'g'ri kelmaydi? Qanchalik hozir kim YouTube'ga ko'proq e'tibor beradigan bo'lsa, umuman olganda shu qiymat beruvchi, ya'ni ekspertning videolariga ko'p e'tibor beradigan bo'lsa, endi biz sohamiz uzoq muddatga zo'r ishlaydi. Webinar formatda zapis qilish yoki hozir doimiy sotish. Assalomu alaykum hammaga. Bugun Focus podkastimizning navbatdagi soni. Bu sondagi mehmon men tanigan, bilgan va o'zim kuzatadigan infoprodyuserlar va marketologlar ichida eng kuchli mutaxassislardan biri Anvar aka Baxtiyorov bo'ladilar. Assalomu alaykum Anvar aka. Assalomu alaykum. Rahmat. Xo'p, podkastimizning ikkinchi sonida sizni ko'rib turganimdan xursandman. Rahmat, taklif uchun rahmat. Bugun biz endi ko'proq o'zi podkastimizni asosiy 4 ta blokdan iborat: fikrlash, moliyaviy savodxonlik, time management va to'g'ri kasb tanlash. Kelgan mehmonga qarab qaysidir mavzu ko'proq suhbatlashishimiz mumkin, qaysi mavzularga balki umuman kirmasligimiz ham mumkin. O'shaning uchun umumiy suhbatni ketishiga, davomiyligiga, oqimiga qaraymiz. Xo'p, endi yangi auditoriya, yangi podkast baribir. Ushbu podkastda men sizni taniyman. Tanimaydiganlar uchun o'z haqingizda qisqacha aytib bersangiz, qayerdansiz, qachon bu sohaga kirib keldingiz va hozir nimalar bilan bandsiz? Xo'p, ismim Anvar Baxtiyorov. 5 yildan beri shu marketing sohasidaman, marketing biznes. O'zi Qo'qon shahrida tug'ilganman. Qo'qon shahrida katta bo'lganman. 2019-yil Toshkentdagi Kimyo texnologiya institutiga o'qishga kirib, Toshkentga kelganman. Endi o'sha paytda birinchi kursda o'qishga harakat qildim. Kimiyada juda qiziqardim. O'sha paytda karantin boshlangandan keyin ko'proq internet bilan shug'ullanib, marketingga qiziqib, shunda marketingga kirib ketib qolganman. O'sha mana 2019-yil, 2020-yilning boshidan beri 6 yil bo'lar ekan, bu yil 6 yildan beri mana shu marketingni o'rganib kelyapman. Boshida o'sha kichik proyektlarda ishlab kelganmiz. 2022-yil Supermiya kompaniyasiga, o'sha ko'pchilik tanisa kerak, eslab qolish bo'yicha Rossiya rekordchisi Davron Turdiyev ustozim komandalariga qo'shilganman. Oddiy sotuvchi bo'lib ishga kirgandim. Mana hozirgi kunda asosiy prodyuserman. Komandamizda 60 ga yaqin odam ishlaydi. Shu kungacha $4 million dan ortiq sotuvlarni qildik. 50 mingdan ko'proq odamlarga shu xotirasini rivojlantirishga, diqqatini rivojlantirishga, dangasalikni yengishga yordam beryapmiz. Shu asosan hozirgi asosiy fokusim Supermiya kompaniyasini rivojlantirish. Hozir planlarimiz bor, uni global, ya'ni xalqaro bozorga olib chiqish. 2026-yilda asosiy ko'zim o'sha asosan fokus qilayotgan narsam shu. O'zim aytyapsiz, talaba bo'lib kelgansiz Toshkentga, biling, endi bundan 6 yil avval. Lekin aynan bitta sohaga mutaxassis bo'lib kelmagansiz-da. Juda ko'pchilikning starti xuddi shunday bo'ladi. Kimdir poytaxtga Toshkentga kelishi nimadir ish sabab yoki o'qish sabab bo'ladi-da. Ish bo'lganda ham yo oddiy ishlar bo'lishi mumkin. Shunaqa. Qanday qilib aynan marketing sohasi sizga qiziq bo'ldi? Qanday qilib bu soha sizni o'ziga tortdi? Nimasi bilan torta oldi ya'ni? Zo'r. Endi men bir o'zim o'qishni boshlaganimizda, kimyo texnologiya institutiga boshlaganimizda menda o'zi qiziqish bo'lardi biznes boshlash. Biznes boshlashga qiziqishim juda ham yuqori edi. Men o'sha paytda eng kuchli tarafim ximiya edi. Ya'ni kimyodan juda ko'p tayyorlanganim hisobiga universitetda 3-o'rinda o'qishga kirganman. Shu yo'nalish bo'yicha o'quv markazi ochish bo'lgan planim, maqsadim. Birinchi rosa harakat qilganman. Biznesdan boshlangan ekan-da. Da, biznes boshlash planim bo'lgan. 2019-yildan, misol uchun mana 2020-yil mart oyida karantin boshlangan-ku. Mana shu 3 oy ichida shu o'quv markazi ochish uchun juda ko'p narsa harakat qilib ko'rganman, o'xshamagan. Ya'ni borib pul kerak edi, uydagilardan pul so'raganman, $2000 berib turinglar deganman, berishmagan. O'sha paytda puli bo'lgan, berishmagan. Rosa xafa bo'lganman. Lekin hozir olib qaraydigan bo'lsa, rostdan ham berishmagan. Chunki natijam bo'lmaganda. Misol uchun hozir meni ham jamoamga kimdir kelib turib, mana $10,000 pul kerak, mana bunaqa proyekt qilamiz desa, uni natijasi bor yoki yo'qligiga qarayman. Agar natijasi bo'lmasa, bermayman. Tabiiy holat. Lekin men o'sha paytda juda ham xafa bo'lganman pul berishmaganiga. Keyin mayli, hech qisi yo'q deganman, o'zim rektor bilan gaplashib, joy olib o'zim ochaman deganman. Rektorning oldiga kirganman, ular ham joy berishmagan, xullas. Juda qiyin bo'lgan, 3 oy ocha olmagan. Xullas 3 oy vaqtim o'quv markazi ochaman deb Toshkentda ochmoqchi bo'lgansiz. Toshkentda ochmoqchi bo'lganman-da. Ya'ni o'sha universitetim ichida ochmoqchi bo'lganman. O'xshamagan.
Keyin karantin boshlanib qoldi. Qo'qonga ketdim, qaytib. Chunki hamma joy karantin bo'lgani uchun yopilgan edi, ko'chaga chiqish mumkin emas edi. O'sha internetda o'sha paytda как раз ingliz tilini o'rganayotgan paytlarim edi. Ingliz tilini o'qib yurgan paytim edi. Bitta o'qituvchim, ingliz tili o'qituvchim ingliz tilini rivojlantirish uchun ingliz tili kitoblarini ko'plab o'qigin dedi. Qanaqa kitob o'qishni bilmasdan yurgan paytim Hayot aka ustozim bor. Marketing bo'yicha O'zbekistonning birinchi Hayot Sharaf ustozlaridan biri. Storieslarni kuzatib yurgan paytim bitta kitob ko'rsatdi. U Russell Brunsonning .com Secrets kitobi bo'lgan. O'sha kitobni shu kitobdan boshlayman deganman. Hayot aka maslahat bergan, как раз marketingni ham o'rganaman. Ham til o'rganaman deganman. Kitobni oldim, o'qishni boshladim. Juda ham sodda, oson tilda tushuntirilgan. Men 3 kunmi, 4-kunchida o'sha kitobni o'qib bo'ldim. ingliz. Chunki qiladigan ish yo'q edi, karantinda edi, uyda o'tirgan edim, hech narsa ish yo'q edi. Qiziq edi juda ham. Shunaqa varonkalar o'rgatgan, qanaqa sochishlarni o'rgatgan. Srazu 4 kun, 5 kundan keyin men o'sha stil bo'yicha, kitobda o'rgatilgani bo'yicha internetdan futbolka sotib olib, rasmini olib, sotib ko'rdim. O'sha bir kun ichida 3 ta futbolka sotgandim. Hammani bitta gruppaga, xullas o'sha kitobda berilganimiz. O'shanda tushunganman, internet orqali pul topsa bo'lar ekan. U paytgacha menda internet orqali faqat qanaqadir o'quv markazi ochish kerak, qanaqadir biznes qilish kerak, offline bo'lish kerak, magazining bo'lishi kerak, qanaqadir joying bo'lishi kerak degan tushuncha bo'lardi. U inson menga sen puling bo'lishi shart emas, komandang bo'lishi shart emas, qanaqadir joying bo'lishi shart emas, hech qanaqa noldan boshlashing mumkin degan narsani miyamga kirgizgan. Shundan boshlanib ketgan. Futbolka sotganman, undan keyin bitta sotuv bo'yicha ekspert bor edilar. Ular bilan kurs zapus qilganmiz. O'shanda webinar o'tkazganmiz. Birinchi kun webinardan keyin hech qanaqa nol sotuvdi. Stress, bosim, xullas bo'ldi o'xshaman dedim, uxlab oldim o'sha kuni. Ertalab bundan turib qarasam, ikkita sotuv bo'lganda. Kartada 997 mingdan sotganmiz. 2 million pul bor. Yana bitta tushuncha bo'lgan, что internet orqali pul ishlasa bo'lar ekan degan. Shundan boshlanib ketdi. Keyin bir necha kichik proyektlar ko'rdim, keyin qaradim, o'sish yo'q. Ya'ni 2000-3000 dollarlik sotuvlar men topsam bir 400-500 dollar oyga pul topaman. Shu narsa davomiy 6 oy, 9 oy bo'lib kelyapti. Men tushunib turibman, men bilim yetishmayapti. Qiynalayotganim sabab men bilmayotganim. Oxiri bo'lmadi. Ustoz kerakligini tushundim. Hayot aka как раз o'sha payt supermarket sotuvchi kerak deb qoldi. Hali u payt Qo'qondasiz, to'g'rimi? Ha, Qo'qondaman, Qo'qonda. O'sha paytda как раз sotuvchi kerak bizga onlayn dedilar. Hayot aka ustozim supermarket komandasiga. Tavakkal qildim. O'qishim bor edi. Hayot aka aytganlar, o'qish borda talabalar yozmasin deganlar. Men yozganman. Men talabaman, lekin vaqt ajratib olayman deb. Keyin xullas Toshkentga keldim. Supermarket oddiy sotuvchi bo'lib ishladim. 4 oy sotuv bo'limida ishladim. O'sha parallel ravishda, misol uchun kechqurun 6 gacha ish bo'lardi. 6 dan keyin men Hayot akaning xonalariga kirardim. Taqillatib, Hayot aka oldingizda o'tirsam mayli. Prosta o'rganish uchun. Ha, mayli. Hayot aka shunaqa inson edi. Prosta o'tirgan joyda ham nimani o'rgatib ketaverardi. Misol uchun oldingizda kimdir o'tiribdi. O'zingiz ishingizni qilyapsiz. Indamay ishingizni qilsangiz bo'ladi. Yo'q, o'rgatib qilardilar. Shu 4 oyda men o'z marketingga qiziqishim yanada kuchayib ketdi-da. O'zi Facebook bo'yicha juda ko'p tajriba orttirdim o'sha 4 oy ichida, sayt yasash bo'yicha juda ko'p tajriba orttirdim. 4 oydan keyin men marketing bo'limiga o'tdim. Полностью, ya'ni sotuvdan chiqarib meni marketingga o'tkazishdi. Yana 4 oy davomida yana marketingda ishladim. Yana unda eng asosiy tajribam shu yerda oldim. Undan keyin 4 oydan keyin Hayot aka o'zlarining proyektlarini boshlash qaroriga keldilar. Men supermarket asosiy prodyuser bo'lib qoldim. Shu 2022-yil, 2023, 2024, 2025 ketma-ket mana 4 yildan beri supermarket sotuvlarni faqat tepaga chiqib kelyapti, pastga tushgani yo'q. Zo'r. Orada aynan ta'lim sohasida baribir asosan ta'lim sohasida faoliyat qildingiz. Boshqa loyihalar bilan ham ishladingiz. Ular ham yomon bo'lmadi, yaxshi muvaffaqiyatli loyihalar bo'ldi. Bu haqida ham qisqacha aytib bersangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, supermarketda ishlab yurgan paytda ko'p bir xil ishdan odam zerikar ekanda. Men juda ko'p narsalar o'rganardim, yangi sohalarni sinab ko'rgim keldi. Supermarket komanda tayyorlab, men boshqa proyektlarni sinab ko'rmoqchiman deb ALS yo'nalishiga o'tdim. Yaxshi bo'ldi. O'sha paytda adashmasam 60-70 ming dollarlik zapus bo'lgan. Prinsipi bir xil zadachalar, hamma narsa ketma-ketlikda bo'ldi. Keyin ustozim Shahzod aka Bahodirov bilan zapuslar qilib ko'rdik. O'sha o'quv markazi bog'cha egalari uchun. Bu ham ta'lim sohasi edi. Shu asosan shular. Lekin bitta narsani tushundim, hamma narsa baribir bir xil ekan.
ya'ni ketma-ketlik bir xil, misol uchun hamma yo'nalishda marketing bor, sotuv bor, produkt bor, hamma narsa bir-biri bilan ishlash kerak, bo'limlar birgalikda ishlash kerak. Katta farq yo'q. Yana bitta narsani tushundim, qanchalik inson har doim yo'nalishni almashtirar ekan, u faqat nolga tushishni boshlaydi. Misol uchun men mnemonika kurslarini sotib qaysi darajaga chiqqan bo'lsam, men agar ingliz tili kurslarini sotaman desam, men yana noldan boshlashim kerak. Ya'ni u produkt ichiga chuqurlashim kerak. U produkt uchun komandani yig'ishim kerak. Ya'ni prosess sekinlashtirganim qoladi xolos. O'sha 2023-yil adashmasam shu narsani qilgandik. O'sha 2023-yildan keyin men bitta asosiy olgan xulosam, hech qachon bitta vaqtda o'zida ikkita proyekt qilmayman. Chunki men fokus yo'q joyda hech qachon natija bo'lmaydi. Ya'ni o'shandan beri hech qanaqa ikkita, uchta proyekt bilan ishlamayman. Har doim qanaqadir yangi yo'nalishga o'tish hayolim fikrimga kelsa, o'zimga savol beraman. Qanchalik bu seni hozirgi darajangdan pastga tushiradi? Chunki baribir yangi proyektni yo'lga qo'yish uchun qanchadir vaqt ketadi. Juda ham ko'p vaqt ketadi, shuning uchun o'sha payt tushunganman, Supermeda yana asosiy jarayonlarni o'zim boshqarishni boshlaganman, faqat Supermeda. Mana 2026-yilgacha faqat Supermeda. Endi mana hozir o'zimni asosiy produktlarimni o'zimnikiga yana fokus qaratyapman, ikkita produkt, Supermeda o'zimniki. O'shaning uchun hozir boshqa proyektlar haqida aytadigan bo'lsam, menda juda qisqa bo'lgan. Ya'ni bir nechta zapus o'tkazganmiz xolos. Tushunganman, shu ikkita proyekt bilan ishlash xatoligini, yana shu Supermedaga fokus qaratganman. Menda ham shu fikr bor. Har doim yangi loyiha, yangi ish boshlanganda uni stressi, nima bo'lar ekan, qanaqa bo'lar ekan degan nimasi hatto nima deydi, zapus shu darajada bo'ladiki, kun tartibi o'zgarib ketib qoladi. Tun, kun farq qilmay qoladi, chunki siz qisqa vaqt ichida katta natija qilmoqchisiz va bu uchun o'ziga yarasha badal talab qilinadi. Bu energiya bilan, vaqt bilan boshqa. Lekin har doim yangi proyekt bo'lganda bu narsa qaytadan boshlanadi. Qaytadan o'sha stress, qaytadan nima? Lekin bitta loyiha ustida bo'lganda borgan sari osonlashib boradi. To'g'ri. Masalan, eslayman 2023-yilda birinchi o'sha zapuslar, boshqa narsalar o'tkazib boshlaganimizda vebinardan bir kun oldin yoki vebinar bo'ladigan kunlarda tipirchilab qolardik-da. Uyqu yo'q, o'zi shunaqa ham kam uyqu bo'lardi. Hozirlar endi hayron qolaman. Qilganman shuncha vaqt, shuncha nimaga shoshganmiz deyman-da. Masalan, hozir vebinar bo'ladi ekan desa, obedda kelib bilgan kunlarimiz ham bo'lyapti. Qaysidir kunlarda, bugun vebinarimiz bor ekan, ozgina vaqt ajratib qarab qo'yaylik boshqa degandimi, shu nimaga yetib keldi-da. Bu nima? O'sha bitta loyihaning ustida davomli bo'lganligi uchun. Zo'r odat bo'lib qoladi. Odat. Siz boshqalardan farqli ravishda noldan, sotuvdan boshladingiz. Asosiy burilish nuqta nima bo'ldi deb o'ylaysiz? O'sha payt kelganingizda, o'rganish davomida. Endi mana asosiy burilish nuqtasi bo'lgan nuqta bu katta pul topish unchalik qiyin emas. Ya'ni hamma baribir yaxshiroq hayot yashashni xohlaydi, ko'proq pul topishni xohlaydi, ota-onasi yaxshi sharoit yaratib berishni xohlaydi, bo'lajak oilasiga yaxshi hayot yaratib berishni xohlaydi. Bular hammasi katta pul talab qiladi-da. Hozirgi kunda. U paytda men qanaqadir oyiga bir bilmayman $5,000, $10,000, $20,000 pul topish nereal edi. Chunki men esimda, men endi yoshligimda buvimga aytgandim. "Bo'jon, men hali oyiga $10,000 topaman" deganimda, "O'g'lim, qiyin bo'ladi. Undan ko'ra sen diplomni olgin, biznesingni keyin qilaverasan. Diplom olganda ishga kirgin, oyiga $1,000, $500,000 topading, ishga kirgin, keyin katta pul haqida o'ylayverasan. Asosiysi buni qilib qo'ygin" degan narsa bo'lgan. Shu narsa ishda o'rganimiz hisobiga menda o'sha Supermedaga kelganimcha katta pul topish qiyin degan narsa bo'lgan. Supermedaga kelyapman, hamma marketing zo'r ishlayapti. Sotuv bo'limi qurish boshlangan edi. Ustozim qaytagida ko'ryapman, unchalik qiyin emas katta pul topish. Shu narsa burilish nuqtasi bo'lgan. Bo'lmasa men ximiyada juda ham qiziq. Men o'ylardim, ximiya bo'yicha ketib zavodlar ochaman, yosh ishlab chiqarish zavodlarini ochaman. Ya'ni shu ximiya bo'yicha ketaman degan meni qarash bor edi. Aynan shu nuqta meni fikrlashimni o'zgartirib yuborgan. O'z ximiya sohasida bo'lsangiz ham baribir biznes qilishga, katta bir loyihani boshqarishga, uni amalga oshirishga qiziqqaningiz bormi? To'g'ri. Degan qiziqish sabab bo'lgan ekanda. Shunaqa. Shu burilish nuqtasi shu bo'lganki, juda chuqurlashga o'zim bilmayman, bu ko'proq onamdan o'tganman. Istalgan narsani boshlasalar, ichkarigacha chuqur kirib o'rganadilar. Ya'ni o'rganib olish juda ham tez. Misol uchun qanaqadir kitobni beramanmi, qanaqadir narsani
bersam просто sinab ko'rganman-da. Qani balki uyda ko'p kitob o'qitardilar. Qani birinchi sizlar bitta o'qib menga gapirib bering derdim. Gapirib beradilar, menda osonroq esda qolardi-da. Oyimdan o'tgan bilmayman. Bitta sohaga kirsam ko'proq shu narsaga vaqt o'tkazgim keladi. Mana hozir ham sun'iy bilan shug'ullanyapman. Oxirgi 1 oydan beri kuniga 6 soatdan kam shug'ullanganim yo'q. Har kuni 6 soat vaqtimni o'tkazaman. Shuning uchun ham Supermega kelganimda qiziqdim. Shu marketingga, sotuvga har kuni kamida 10 soat plus Sohayt aka bilan o'tirib ishlardik. Shu asosiy narsa bo'lgan. Mana sotuvchi bo'lib ishga kirgansiz, lekin maqsad baribir sizda bo'lgan oldindan sotuvdan qolib ketish emas, marketingga o'tib o'sish bo'lgan. Qarang, mana hozir yangi marketing sohasiga kirmoqchi bo'lgan yoki qiziqayotganlar bor. Yangi boshlayotgan, hali nol, hech narsadan xabari yo'q, faqat qiziquvchi. Endi maktabni bitiradigan yoki universitetga kirgan, qo'shimcha nimadir ish qidiryapti yoki o'zi qiziqmagan yo'nalishga kirib qo'ygan, endi sohasini o'zgartirmoqchi. Tabiiyki, ko'pchilik ko'rgan, biladi, qisqa vaqt ichida marketing orqali katta pul topish mumkinmi? Mumkin. Masalan, boshlang'ich $1000 dan $10,000 gacha, 10,000 plus topayotganlar ham ko'p, 1 yil ichida-da. Bu uchun nimadan boshlash kerak? Qaysi yo'nalish ularga mos tushadi? Zo'r. Men o'ylardim, juda ko'pchilik shu savol berganda, men hozir o'zim qaysi qadamdan o'tgan bo'lsam, xuddi shu yo'lni o'zim ham qaytargan bo'lardim. Ya'ni birinchi o'rinda men o'zim sotuvga kirganman. Mana hozir meni komandamdagi har bitta odam sotuvdan chiqqan. Top menejerlar ham, bo'lim rahbarlari ham, marketolog ham даже, media bo'lim hammani men sotuv bo'limida ishlashni xohlayman, ishlatganman. Ya'ni men sen 1 oy, 2 oy vaqt sen sotuv bo'limida ishlaysan. Hammaga maslahat beraman, birinchi o'rinda qaysidir sotuv bo'limiga kirishni. Ya'ni u siz butun umrchilik 1 yil, 2 yil, 3 yil sotuv bo'limida shug'ullanish shart emas. Men o'zim ham 4 oy shug'ullanganman xolos sotuv bo'limida. Ishlaganman xolos. Asosiy sotuv bo'limi beradigan narsa bor-da. Sotuv bo'limi beradigan narsa bu mijozlarni tushunish. Nima ular o'ylaydi, kechqurun nima o'ylab yotadi, nima e'tiroz bildirishiga sabab nima bo'ladi, nima bersak ular sotib oladi, nima bersa sotib olmaydi, uni ya'ni unga ta'sir qiladigan odamlar kim, qaror qabul qilishligida. Mana shu narsalarni tushunmaydi juda ham ko'pchilik marketologlar, media bo'limidagi insonlar. Shuning marketing ham, media ham odamlar bilan gaplashish faqatgina boshqadir kanallar orqali, masalan, Instagram orqali, YouTube orqali, sayt orqali. Sotuv bo'limida ishlagan inson uni sayt orqali gaplashadimi, Instagramda kontent orqali gaplashadimi, reklama orqali gaplashadimi, tushunadi uni. E'tirozlarni yechishni biladi. Sotuv bo'limida ishlagan marketolog bilan sotuv bo'limida ishlamaydigan marketolog bitta bilinadi. Farqi. O'shaning uchun birinchi o'rinda men qaysidir o'zini yo'nalishida o'zi qiziqqan sohadagi eng top kompaniyani topish va undagi sotuv bo'limiga qo'shilishni men maslahat beraman birinchi o'rinda. Sotuv bo'limida tajriba orttirgandan keyin kutuvlarni to'g'rilab olish. Ya'ni men birinchi kelganimda Supermega men o'zimga o'zim va'da berganman. O'zim bilan kelishganman. Ya'ni 1 yil davomida 2021-yil dekabrda kelgan bo'lsam, 2022-yil dekabr oyigacha men umuman boshqa narsaga fokus qaratmayman. Ya'ni boshqa proyektlar chiqadimi, qanaqadir boshqa pul taklif qilishadimi, boshqa ishga taklif qilishadimi yoki mabodo Supermeda ish to'xtab qoladimi, ish bo'lmay qoladimi, menga farqi yo'q. Men 1 yil davomida Davron aka bilan, Hayt aka bilan yonida yurib o'rganaman degan narsa bu. Hozir men juda ham ko'pchilikda ko'raman, 2 oy ishlaydi, 3 oy ishlaydi, masalan, yaxshi pul topa olmasa, yaxshi oylik chiqmasa, misol uchun-da, yaxshi pul topmasa, darrov boshqa proyektlar haqida o'ylashni boshlaydi. Ya'ni qayerdan pul topsam bo'lar ekan degan narsani ustida ishlashni boshlaydi-da. Bu yoqda men asosiy ko'radigan narsa skillga fokus qaratish. Ya'ni men 1 yil davomida to'g'ri pul topmasman, to'g'ri, misol uchun qanaqadir yutuq bo'lmas, lekin 1 yil davomida men skill egallayman, qobiliyat bo'ladi. Menda qanaqadir ko'nikma bo'ladi. O'sha ko'nikma bilan men keyinchalik darsda davom etishim mumkin. Supermen bilan bo'lamanmi yoki boshqasi bilan bo'lamanmi, men keyinchalik 1 yil davomida davom etishim mumkin degan narsa bo'lgan. Ya'ni juda ham ko'pchilikda hozir kutuvni o'tir. 1 oy bu bilan shug'ullanib ko'ryapti, 3 oy bu bilan shug'ullanadi, 3 oy bu bilan va har doim noldan boshlayapti. Shuning uchun men birinchi o'rinda kutuvlarni to'g'ri qo'yishdan boshlagan bo'lardim. Bitta sohaga kamida 1 yil vaqtimni sarflagan bo'lardim. Kamida 1 yil. Bu degani misol uchun esimda Hayt aka bilan o'tirganimizda savol berganlar menga. Anvar misol uchun bitta yo'nalish bo'yicha zo'r top bo'lish uchun qancha vaqt kerak? Xo'p, aytdim, topni qanaqa o'lchaymiz? Xo'p, o'z yo'nalishi bo'yicha eng zo'r va o'sha yo'nalish unga ba'zi ehtiyojlarni, ya'ni mashina, uy va yaxshi sharoitda yashash uchun bemalol ta'minlaydigan sharoitda bo'lish uchun
bitta sohaga qancha odam vaqtini berish kerak deb savol berganlar. Endi men u paytda o'zimning fikrimni bildirganman. Minimum 3 yil. Hayt aka ham to'g'ri deganlar. Ya'ni minimum 3 yildan maksimum 5 yilgacha qanaqadir katta kutular qilish kerak emas. Faqatgina fokus skill o'rganishda, ko'nikma o'rganishda bo'lish kerak. Yana juda ham ko'pchilikda bitta narsa, men noto'g'ri hozirgi kunda ko'rayotgan narsam, deylik, qiynalib 1 yil, 2 yil ishlaydi, natija bo'lmaydi. 3-yili bitta oddiy mashina oladi. Misol uchun Sparkmi, Matizmi, farqi Gentra'mi, mashina, oddiy mashina oladi. O'ylaydi, men 3 yilda bitta mashina oldim. Endi uy olishim uchun necha yil ketadi? 6 yil, 7 yil men uy olishga vaqtim sarflashim kerak degan narsa bo'ladi. Hayotda, real hayotda unaqa bo'lmaydi. Ya'ni skill shakllantirganingizdan keyin, sizda ko'nikma bo'lgandan keyin 1 yil ichida hamma narsa bo'lishi mumkin. Misol uchun o'zimda mana 2020-yil boshlagan bo'lsam, 2023-yilgacha men bir tiyin pul topmaganman-da. Supermega kelganimdan keyin sotuv bo'limida 5 million, 6 million pul topganman. Ungacha men umuman pul topmaganman. Marketingdan umuman pul topmaganman. Lekin 2024-yilda men mashina oldim, uy oldim, yilda adasmasa 3 yoki 4 marta sayohat qilishni boshladim. Hammasi 1 yilda bo'lyapti. Ana ketma-ketlikda 1 yil ichida shu hammasi bo'lib ketyapti. Ya'ni agar men 1 yil, 2 yilda natija bo'lmasdan tashlab ketganimda edi, boshqa yo'nalishga o'tib ketganimda edi, katta ehtimol bilan bo'lmasdi deb o'ylayman. O'shaning uchun keyingi qilish kerak bo'lgan narsa qutuvlarni to'g'ri qo'yish. Ya'ni qanaqadir kichkina natijaga 3 yil ketgan bo'lsa, keyingi natijaga ham 3 yil ketmaydi. O'zingiz ham bitta nima aytgansiz-ku. Bittasini yiqitsa keyin ketma-ket yiqilib ketaveradi. Oti nima edi shu? Big domino. Big domino. Big domino effekti bor. O'sha birinchi big dominoni yiqitib olgungacha-da. Birinchisi yiqilsa, keyingilari o'z-o'zidan yiqilib ketadi degan narsada. Zo'r. Qarang, yana mavzuga ozgina chuqurlashaylik-da. Hozir mana juda ko'pchilik bitta sohani, yangi sohaga kirishni nimadan boshlaydi? Qaraydi, bitta intervyu ko'radi, podkast ko'radi, bo'ldi, men mana shu sohada boshlayman, kiraman deydi-da. Onlayn kurslar qidirishni boshlaydi, offlayn kurslar qidirishni boshlaydi. To'g'ri, onlayn kurslar ham zo'r. U boshlang'ich tushuncha beradi, ko'nikma beradi. Balki uni boya siz aytganda qaysidir sotuv bo'limiga yoki qaysidir jamoani qaysidir vakiliga aylantirish mumkin bo'ladi. Bu ham bitta yo'li, lekin to'g'ri vakansiyalar orqali tanlab borish men uchun undan ham yaxshi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Juda ko'pchilik boya siz aytgan yo'lni qilmaydi-da. Kursga boradi birinchi. Ya'ni nimani tanlamaydi. Birdan ishga borishga qo'rquv bo'lishi mumkinmi? Bilmadim. Nima to'sqinlik qilish mumkin yani? Birinchi o'rinda qo'rquv. Men o'zimda ham bo'lgan, ya'ni o'sha o'zi Supermega men 1 yil oldin, ya'ni kelishimdan 1 yil oldin bormoqchi bo'lganman-da. Endi men Qo'qondan bo'lganman. Men Toshkentga borsam-u, meni o'sha men ishga kirmoqchi desam, ishga kirmoqchiman desam, ular nima deydi? Meni ishga oladimi? Men o'ta tajriba orttira olaman degan qo'rquvlar bo'lganda. Birinchi o'rinda qo'rquv. Endi men o'ylayman, o'sha qancha siz ko'p kitob o'qimang, qancha ko'p kurslarni ko'rmang, baribir amaliyotda qilmasangiz foydasi yo'q. Ya'ni uzoq muddat ketadi o'sha skillni o'rganishingiz uchun, ko'nikmani o'rganishingiz uchun. O'shaning uchun men o'sha o'quv markazida o'sha paytda men kurslarda o'qiganman, to'g'ri. Lekin asosiy narsani bilganman, o'sha 1 yil davomida natija bo'lmaydi. Men shunaqa yuraveraman, $2-3 ming sotuv qilaman, men $400-500 topib yuraveraman. Tajriba orttirmagunimcha, deb amaliyotda tajriba orttirmagunimcha bo'lmaydi degan narsa bo'lgan. O'shaning uchun ham borganman Supermegaga. Prosta qiymat bera olishni ko'rsatsa bo'ldi. Ya'ni hozir esimda yo'q. Kimdir maslahat berganda menga, hech kim qaysidir jamoaga qo'shilmoqchimisan, kimgadir shogird tushmoqchimisan, deb kimdan o'rganmoqchimisan, oldiga borsang, tur yo'qol deb eshigini yopib qo'ymaydi. Yoki senga urib haydamaydi hech qachon. Agar sen ularga prosta bitta narsa bo'lish kerak, sen ularga nima bera olasan? Kichkina bo'lsa ham qaysidir vazifani ola olasanmi, yo'qmi? Shu narsa bo'lsa, hamma kompaniya uni kutadi. O'shaning uchun kichkina ko'nikma, misol uchun mana oddiy sotuv skillini o'rganish uchun va mana O'zbekistonda 90% sotuv bo'limidagi insonlar, ya'ni sotuvchilar kuchsiz, juda kuchsiz. Mana har doim mana sizda ham, menda ham sotuvchilarga talab juda ham katta. Faqat yaxshi sotuvchilarga. Tajribali, gaplasha oladiganlarga katta. Bu tajribani misol uchun mana prosta YouTubedan 1 oy ichida tajriba qilib o'rgansa bo'ladi. Oddiy sotuvchilikni o'rganib, komandaga borsa, mana misol uchun 3-chi tadbirkordan ko'p topadigan sotuvchilar bor-da bizda. Shunday. Misol uchun O'zbekistonda men
eshitishim bo'yicha, men aniqmi yo'qmi bilmayman, 90% dan ko'p tadbirkorlar oyiga $3000 dan kam pul topadi. Ya'ni juda ham kichik tadbirkorlar ko'p O'zbekistonda. $3000 topadigan marketologni ishda, $3000 topadigan sotuvchilarni ishda. Ya'ni skill orqali pul topish hozir kichik bizneslardan ko'ra pul topishdan osonroq. Shuning uchun to'g'ri aytyapsiz, qo'rquv bo'ladi. Prosta bu qo'rquvni yengish uchun skill o'rganish kerak bo'ladi. Qachonki insonda ikkita narsa, men o'ylaymanki, bilimi bo'lsa, juda kuchli bilimi bo'lsa, o'ziga ishonchi baland bo'ladi. Ya'ni mayli chiqish yo'q, fail bo'lsam ham mayli, yangidan qilaman. Ikkinchisi puli bo'lsa. Ya'ni qanchalik ko'p puli bo'lsa, unda qo'rquv bo'lmaydi. Mayli, yo'qotsam yo'qotibman, yana qaytadan boshlayman. Mayli u menga yo'q desa yo'q, meni pulim bor, o'zim qaytadan boshlayman degan narsa bo'ladi. Shuning uchun juda ham ko'pchilikda o'ylaymanki, pul kam. Shuning uchun skillni rivojlantirishga fokus qiladigan yaxshi. Keyin mana yana bitta narsani men ko'p ko'raman. Ustozimiz Abdukarim Muzayev bor. Men o'zi mana shu sohaga, marketing sohasiga kirib ketishimga ham Abdukarim aka qaysi manda juda katta sababchi bo'lgan. Xuddi siznikida menda ham asosiy tramplin bo'lgan payt bu karantin payti bo'lgan. Biz undan ham oldin Abdukarim aka bilan shu kanallarni yuritishga, boshqa nimalarga men o'zim qiziqqanim uchun yordam berib, qaysi ma'noda nima deydi, Abdukarim aka so'ramasa ham, Abdukarim aka kerak bo'lmasa ham shu narsani men qilib beray, menga foydam tegsin, nima deydi, baribir katta shaxs, katta odamga yaqinroq bo'lay degan ma'noda boshlangan. Keyin bu narsa hatto men bu sohaga pul topishni boshlaganimda, ya'ni men qilayotgan ishlar o'sha paytlarda masalan SMM ekanligini 1 yil o'tib bilganman. Ya'ni bu soha marketingning sohasi, yo'nalishi ekanligini keyin bilganman-da. Mana shu Abdukarim Muzayev jamoasiga ham qo'shilsam bo'ladimi? Nima qilishim kerak? Yoki men yozadi, masalan, men dizaynerman, sizlarga dizaynni qilib berishim mumkin, boshqa deb yozadi. Ko'p SMSlar kelganda shaxsiydan keladi yoki boshqa sahifalar orqali keladi. Kelganda balki javob beraman. Hozir vakansiya yo'q yoki e'tiborsiz qoldirishim mumkin. Imkon qadar ko'proq javob berishga harakat qilaman. Shuning uchun juda ko'pchilik bir marta eshik taqillatadi. Bo'ldi. Shu bilan to'xtaydi-da. Men aytgan bo'lardim, masalan, uchrashuv belgilash mumkin. Yoki boshqa kanallar orqali, tanishlar orqali chiqish mumkin, 2 ta, 3 ta, 4 ta kontakt orqali chiqish mumkin yoki ofisini topib kelish mumkin. Ya'ni nima ko'pda, agar chindan ham xohlasa, mana shu sohada nima deydi, o'zi xohlagan joyga kirsa bo'ladi. Hozir muammo emasda, masalan, ko'p eshitamiz, Yevropada demaylik, mana o'zimizdagi xalqaro kompaniyalarga borgan yoki chet elda o'qigan talabalar ham biror joyga ishga kirish uchun 100 ta joyga rezyume yubordim yoki 30 ta joyga bordim yoki 15 ta 30 ta uchrashuv o'tkazdim deydi-da. Lekin uni chet elda qilyapti, katta kompaniyalarga qilyapti. Nimaga O'zbekistonda qilmaslik kerak? Nimaga mana shu narsani O'zbekiston sharoitida ishlatib ko'rmaslik kerak-da? O'shaning uchun nima deydi, bitta ish taqillatib orqaga qaytib ketmaslik kerak. Xohish. Ha, to'g'ri, bu narsa ham bor. Yana shu bitta savol paydo bo'ladi-da. Qanday odamlar uchun marketing sohasi to'g'ri kelmaydi? Empatiyasi yo'q odamlar uchun. Menimcha, qolgan hammaga to'g'ri keladi. Ya'ni marketing bu odamlarni his qila olishda. Juda ham ko'pchilik shu instrumentlarga, varonkalarga, to'g'rimi? Content, boshqa narsaga fokus qaratib qoladi. Lekin bular men o'ylaymanki, ikkilamchi narsalar. Asosiy narsa nima deydigan bo'lsangiz, bu shu odamlarga nima kerakligini bilish, ularga to'g'ri taklif berish, ularni asosiy muammosini tushunishingizni ko'rsata olish, ularga muammosiga yechim bera olish. Bu narsani insonni tushunmaydigan insonni his qila olmaydigan odam qila olmaydi. Uni gaplashganda, misol uchun, kasteblar juda ko'p o'tkazamiz. Maqsad bitta, odamning miyasida nima borligini, nima muammosi borligini bilish va shu muammoga yechim bilish. Odamni his qila olmaydigan inson gaplashganning ham foydasi yo'q, u tushunmaydi muammosini. Shuning uchun men o'ylaymanki, asosiy marketingda bo'lish kerak bo'lgan narsa bu empatiya, ya'ni odamni tushunish, uni muammosini, uni holatiga o'zini qo'yib ko'ra olish va gaplashish orqali uni miyasida nima o'tayotganini tushunish. Yana mavzudan sal orqaga qaytaman. Tushunish degan narsa. Birinchi sotuv qilishni boshlagan paytimizda 2021-yil bo'lgan. Abdukarim aka bilan shu notiqlik kurslarini
endi boshlab yo'lga qo'yayotgan paytimizga hali bilmaganmiz nimadan boshlash kerak qanaqa to'g'ri bizda kuchli produkt bo'lgan kuchli darslik bo'lgan ya'ni o'zim sotuv taraflarini qanaqa qilsam to'g'ri bo'ladi nima qilishim kerak qanaqa ketma ketlik bilmaganman o'sha paytlarda sotuvda ham o'zim qilganman reklamalarda ham o'zim berib nima qilganmizda o'sha paytlarda sotuvchi pozitsiyasida turib mijozlar nima xohlayapti ularga nima berishimiz kerak eng ko'p ko'rilayotgan darsimiz qaysi bo'lgan odamlar nima uchun sotib olyapti nima uchun sotib olmayapti degan nima deydi tabiiy analiz ketavergan To'g'ri. mana shu orqali keyin boshqa sohalarda ham o'sha matn yozish kuchaydi matnni ham nimadan kelib chiqib yozasiz o'sha tahlildan kelib chiqib yozasiz produkt nimadan kelib chiqib tayyorlaysiz o'sha tahlildan kelib chiqib tayyorlaymizda o'shaning uchun aynan sotuv aynan marketing sohasiga kirmoqchi bo'lganlar uchun haqiqatdan men eng yaxshi nimami deb o'ylab qoldim. Sotuv bilan ishlash. Ha, sotuv bilan ishlash. Ya'ni masalan ko'pchilik aytadi, targeting orqali kirgan yaxshi yoki copywriting orqali kirgan yaxshi deydi. To'g'ri, bular ham yaxshi, lekin mana hammasini ildiziga borib taqalaydigan bo'lsa, mana o'zingiz aytyapsiz. Baribir odamga nimadir beramizda. Odam bilan gaplashamiz, unga muammosiga yechim beramiz. Misol uchun deylik, targetologlarni biz O'zbekistonda xuddi kirib, nasrovka qilib, knopka bosadigan inson deb bilishadi. Aslida unaqa emas. Misol uchun chet elda targetologlarni hisoblaydigan bo'lsangiz, ular mijozlarni analiz qiladi, kreativlar yaratadi, mijozlarni haroratiga qarab turib, turli xil varonkalarga turli xil targetlar qilishadi. O'zbekistonda ham qiladigan bunaqa targetolog juda kam. Menimcha 10 ta barmoq ham yetmaydi uni sanashga. Nimaga deydigan bo'lsangiz, odamlarni tushunmaydi ular. Misol uchun, uni kuzatayotgan auditoriyani bo'limlarga ajratib, misol uchun, hamma ham sovuq emas, hamma ham issiq emas, hamma ham sotib olishga tayyor emas, sotib olishga tayyorlar ham bor. Ular bilan alohida target qilib ishlash kerak. Bu narsalarni bilish uchun odam sotuvda ishlab, mijozlar turlari bor ekan. Bitta telefon qilganda sotib oladigani bor ekan, 5 ta telefon qilganda sotib oladigani bor ekan degan narsani tushunish kerak-da. O'shaning uchun sotuv bu shunaqa narsaki, xuddi alifboni o'rganib olganingizdan keyin xohlagan narsangizni o'qib ketaverasiz-ku. Xohlasangiz marketingni o'rganing, xohlasangiz sotuvni o'rganing, xohlasangiz bilmayman bir produktni o'rganing. Ya'ni hamma narsani o'qib o'rgansa bo'ladi. Sotuv ham xuddi shunaqa, ya'ni 1 oy, 2 oy odamlar bilan gaplashishni, ya'ni e'tirozlar deganda ko'pchilik tushunmaydi. Ko'pchilik marketingda e'tiroz deganda faqat qimmat, pulim yo'q, o'ylab ko'raman degan e'tirozlar tushunadi-da. O'ta eng qiyin e'tiroz bu aytilmagan e'tiroz. Odamlarni chiqarib olish kerak miyasidan. U narsalar tushunmaydi paki sotuv bo'limida ishlamaguncha. O'shaning uchun ko'p emas. 1 oy, 2 oy, hatto 3 oy ishlasa, undan keyin mana soha tanlash kerak. Endi mana 3 oy ishladingiz sotada, endi mana targetingdan ketaymi, sayt yasashdan ketaymi, avtomatizatsiya qilish yo'nalishidan ketaymi. Farqi yo'q, ketaverasiz. Odamlar hamma qilayotgan narsa chunki odam uchun bo'ladi. Odam uchun qilingan narsa ularda feedback bo'ladi. Feedback bu o'sha produktingizni sotib olish, taklifingizga rozilik bildirishda. O'shaning uchun eng muhim bu must have degan narsa deb o'ylayman sotuvni. Undan keyin 1-2 oy ishlagandan keyin boshqa yo'nalishda tanlasa bo'ladi. Zo'r. Qarang, zo'r. Men bu fikringizga to'liq qo'shilaman. Yana bitta tarafi bor. Ko'p sotuv komandalari hozir Toshkentda joylashgan. Viloyatlarda kam. Bo'lsa ham ular e'tirozlar bilan ishlaydigan, muammolarni yechadigan emas, oddiy operatorlarda. Viloyatdagilar nima qilish kerak? Ular mana shu sohaga kirish uchun nimadan boshlash kerak? Birinchi qadam nima bo'lish kerak ular uchun? Viloyat. Men o'zim mendan viloyatdan boshlangan. Men aytaman, shu karantin boshlangan paytda men Qo'qondan turib birinchi sotuvlar qilganman. Ya'ni zaifkalar tushardi, Qo'qondan turib telefon qilib sotganman. Birinchi zapuskim 40 millionmi, 38 million, 40 millionga yaqin sotuv qilganmiz. Hammasi Qo'qonda bo'lgan. Ya'ni aslida bu qanaqadir misol uchun boshqa Toshkentdan tashqari boshqa joyda bo'lish bu anaqa emas. Asosiy sabab emas. Eng qizig'i hozirgi kunda mana yaqinda bitta shogirdim kelib aytayapti. Men butunlay sotuv bo'limini onlayn qildim. Tushunmadim, qanaqa bo'ldi desam tushuntirib beryapti. Shu Amosiyam bor. Menda kompyuterlarga pul sarflayim kelmayapti, ofisga pul sarflayim kelmayapti. O'shaning uchun men sotuvchilarni topdim, ularni Zoomda trening qilaman. Ular CRMda nima ishlayotganini ko'rib tura olaman. Uydan turib ishlaydi. Har kuni necha soat gaplashdi, nechta odam bilan gaplashdi, nechta sotuv qildi, nechta odamga SMS yubordi, hammasini ko'rib tura olaman.
Ya'ni onlayn sotuv bo'limi qurgan. O'sha yerda onlayn sotuvchini ishlatyapman. Ya'ni hozirgi kunda bu faqatgina viloyatda bo'lish bu asl boshqacha hech narsa emas. Endi men o'ylayman, agar uylanmagan bo'lsa, erkak oilali bo'lmasa va hali shu 30 yoshdan past bo'lsa, men o'ylaymanki Toshkentga kelish kerak. Tezroq o'sish uchun ham. Tezroq o'sish uchun, ha. Ya'ni kutib o'tirmasdan Toshkentga kelish kerak. Chunki Toshkentda temp bor. Ya'ni odamlar ko'rsangiz hamma nimadir uchun harakat qiladi-da. Men misol uchun o'zim Qo'qondanman. Qo'qonga borsa sokin, hamma bir xillikka o'rgangan. Har kuni bir xil narsa qaytariladi. Ertalab turadi, ishga boradi, kechki payt yana keladi, yana kechqurun soat 10 da butun Qo'qon uxlagan bo'ladi. Ertalab yana 8 dan hamma ishga boradi. Xuddi shu narsa takrorlangan. Bitta yangilik qilishingiz qiyin. Toshkentda bunaqa bor. Temp bor, bosim bor, hamma nimadir harakat qiladi, hamma nima uchundir o'rganadi. Ya'ni o'sish juda ham tez bo'ladi. O'shaning uchun men misol uchun Qo'qonga borsam bir kunda zerikib qolaman. Nimaga uchun? Bir xillik. Misol uchun meni ishim onlayn. Kerak bo'lsa misol chet elga ketganimizda ham bir hafta 10 kun butunlay onlayn ishla olaman-da. Lekin Qo'qonga borsam bir kundan ko'p turgim kelmaydi viloyatda. Nimaga desangiz, zerikarli, juda ham nima qilishni bilmay qolasiz. O'shaning uchun agar uylanmagan bo'lsa, 30 yoshdan kichkina bo'lsa, Toshkentga kelish kerak, Toshkentda ishlashni boshlash kerak. Yashash ko'p narsa olmaydi. Misol uchun, mana shunaqa bolalar bor, mana 4 ta 5 tasi bitta bo'lib kvartirada turadi. $100 to'labdi. Ovqatlanishiga Toshkentda boshlanishiga misol uchun $200-300 pulni yetkazsa bo'ladi. Misol uchun bu degani miyada faqat oyiga $500 pul topsam, men Toshkentda yashay olaman degan narsani kirgizsa bo'ldi-da. Toshkentga kelib olsa, birinchi $500 bilan yashashni eplab olsa bo'ldi. Undan keyin sekin-sekin boshlanib ketaveradi. Asosiysi to'g'ri odamlar muhitida bo'lish. Ya'ni o'zini ustida ishlaydigan, qanaqadir narsa o'rganadigan, dangas emas, ya'ni bekorchi vaqtni o'tkazmaydigan odamlar bilan yursa bo'ldi. Men esimda 2023-yil Masshtab degan produkt qilganman. Birinchi marta, oxirgi marta o'sha narsani qilganman. 0 dan pul topish yo'nalish. Men shu target yo'nalishi, sayt yasash va hokazo. Va o'quvchilarimga aytganman. Ko'pchiligi uylanmaganmisizlar? Yo'q. Qanaqadir majburiyatinglar, kelinglar Toshkentga. Mana juda ham ko'pchiligi hozir o'sha yerda ko'p odam o'qitmaganman, 80 ta odam o'qitgan. Adashmasam bir 20-30 tasi Toshkentga kelgan va ularning juda ham ko'pchiligi hozirgi kunda marketolog bo'lib, yaxshi oyiga pul topyapti-da. Lekin esimda boshida 6 oy, 8 oy juda qiynalib yurdi. Anvar aka, qiynalyapman. O'zi zo'rg'a eplayapman, proyekt chiqmayapti, boshqa bo'lyapti. Bu tabiiy holat. O'shaning uchun o'sha xulosa qiladigan bo'lsak, uylanmaganmi, oilasida qanaqadir katta majburiyati yo'qmi, Toshkentga kelsin. Hech narsa to'xtatib berib, prosta miyada to'siqlar, cheklovlar. Men Toshkentga kelishdan men juda ko'p o'ylaganman. 2 yil, 3 yil o'qishga kirishim sabab bo'lgan Toshkentga kelgan. O'sha o'qishga kirishim bo'lmagan edi, men o'ylaymanki Qo'qonda qolib ketardim. Juda qo'rquvlar bor. O'shaning uchun qo'rqmaslik kerak. Men aytdim, mobodo o'xshamay qolsa ham, tanlov bor-da, Qo'qonga qaytib ketish yoki shu viloyatga kim misol uchun ishi o'xshamasa Qo'qonga qaytib, viloyatga qaytib ketish tanlov har doim bor. Lekin kelib sinab ko'rmasa hech qachon qanaqadir katta rezultat bo'lmasligi ehtimoli juda ham katta. Tushundim, zo'r. Hozir bitta narsani shu gapingizdan o'ylab qoldim-da. Men oldin o'ylardim. Ko'p tanishlarimiz IT sohasini o'rganmoqchiman. Chet elda ishlaydi, Rossiyada ishlab keladi yoki ozgina qo'lda puli bor, boshqa. Qanday kurs tavsiya qilasan, nimadan boshlasam bo'lardi deydi-da. Yoki ko'pchilikda pul bo'ladi yoki yana ham juda ko'pchilikda pul bo'lmaydi boshlash uchun-da. Hozir men siz aytayotgan variant ularga juda ham mos tushadi. Ham ishlaydi, o'zini pul ham topadi, ham ish o'rganadi. Shu orqali o'sadi-da. Bu imkoniyat lekin ko'p sohalarda yo'q. Ishlab juda ko'p sohalarda ishlasa, o'qishga vaqti bo'lmaydi. O'qisa, ishlashga vaqti bo'lmaydi-da. Demak, marketing sohasini bitta zo'r tarafi, agar shu sohani o'zida bitta joydan boshlasa, ham ishlab, ham o'qish mumkin ekan-da. To'g'ri. Zo'r. Bir vaqtda o'rganadi, hamma qiladi. Hozir men hayron qolayotgan narsa suningchilik qilayotgan ishlari. Bu mavzu bor. Vaqtida kelamiz. Hozir undan ham tez, misol uchun 2021-yildagi O'zbekistonda marketing bilan hozirgi marketing juda katta tezlikda o'rgansa bo'ladi. Keling, shu bo'yicha ham savol bor edi. 3 yil oldin ishlatgan 3 yil oldingi O'zbekiston bozori bilan mana 3 yildan keyingi hozirgi info biznes yoki O'zbekiston bozorini shu onlayn ta'lim sohasida yoki marketing sohasida nimalar o'zgardi? Nimalarda o'zgarish bo'ldi? Masalan, 3 yil oldin ishlagan instrumentlarimiz hozir ham ishlayaptimi?
Ikkalasida plyus minusi bor. Ya'ni 2023-yilni o'zini 3 yil oldingi davrda o'zini plyusi bor. Hozirgi davrda o'zini plyusi bor. Ikkalasida ham minusi bor, plyusi ham bor. Endi men o'sha paytda bilan 3 yil oldin bozorda raqobatchi juda kam edi. Juda kam edi. Reklamalar narxlari juda arzon tushadi. Mijoz narxlari, misol uchun webinarga esimda 2 sent, 3 sentdan tushgan paytlar bo'lganda. To'g'ridan to'g'ri sotuvlar просто qanaqadir qiyin varonkalashar emasdi. Reklama, offer saytda sotib olyapti. Sotuv bo'limi даже telefon qilmasdi-da. Shunaqa paytlar bo'lgan. Ya'ni bu plyusi. Ya'ni mijoz narxlari arzon, raqobat kam edi. Va o'sha paytda minusda odamlar tushunmasdi. Masalan, onlayn kurs sotib olsa bo'ladi, onlayn orqali o'rgansa bo'ladimi? Hamma chunki offlayn o'qib o'rgangan. Aldab ketmaydimi degan, onlayn o'rgana olarkanmi degan. Shu narsani tushuntirib berishga asosiy e'tiroz shu bo'lardi. Shu narsani yechsak, ya'ni onlayn o'qisa bo'ladi, aldab ketilmaydi, natija qilsa bo'ladi degan narsani yechsangiz bo'ldi deydi. Qolgan narsa hammasi katta qiyinchiliksiz, katta mehnatsiz ketadi. Hozirgi paytda raqobat kuchaygan. Juda ko'pchilik zapusklar qilyapti, o'zining infoproduktini yo'lga qo'yapti. Boshqa yo'nalishda ham marketing kuchaygan. Shuni hisobiga O'zbekiston aholisi cheklov bor. Misol uchun, mana ingliz tilida gaplashadigan auditoriya juda katta. Lekin O'zbekistonda o'zbek aholisi ijtimoiy tarmoqlar 8 millionmi, 10 million atrofida, agar adashmayotgan bo'lsam. Ya'ni siz misol target reklamaga biz 20 ming dollardan ko'p pul ishlata olmaymiz. Ishlata olmaymiz deganda qaysi ma'noda? Ishlatsangiz ham trafik kelmaydi, просто plyus ketaveradi. Ya'ni bitta odamga qayta ko'ringanini hisobiga-da. Hozirgi kunda raqobat kuchaygan, katta pul ishlata olmaysiz reklamaga, tezda kelib qoladi. Reklama ko'rishlari. Shu va shuni hisobiga narxlar qimmatlashgan. Oldingidek misol uchun biznesga kirib ketish pul yo'qlar uchun oson emas. Oldingidek misol uchun 1 oyda sotib olish qaror qabul qilardi, hozir yo'q. 3 oy, 6 oy, 1 yil odamlar qaror qabul qiladi. Nimani hisobiga? Variant ko'pligini hisobiga. Bitta kurs sotib olaman desa, 3 ta kurs sotib olish variant bor. Qaysi birini sotib olish haqida o'ylaydi. Qaysi biri ko'proq qiymat bergan bo'lsa, shundan sotib oladi. Bu degani qiymat berish uchun kontent qilish kerak. Kontent uchun 6 oy, 1 yil vaqt ketadi-da. Aytmoqchi bo'lganim, farqi hozirgi paytda to'g'ri raqobat kuchaygan, boshqa, lekin auditoriya ham kattalashgan. Shu qiymat berish orqali ko'proq sotib bo'lyapti hozir. Auditoriya kengayganligiga men ham qo'shilaman. Masalan, men eslolmayman 2021-yillarda 55-60 yoshli odamlarning onlayn kurslarini sotib olganimda. Hozir ya'ni bu odatiy holga aylanib qoldi. Qaysidir masalan foydali sog'liq bo'lsin yoki o'zlarini qiziqtirgan ko'rik bilan shakllantiradigan kurslar bo'lsin, 55-60 yoshli ayollarni yokilar ko'ryapmiz-da. Bu bozor kengayganligini bitta tarafi. Keyin hozir siz gapingizdan keyin yana bitta o'ylab qoldim. Raqobat kuchayganligini hisobiga boshqa biznes egalari ham marketing qilishni boshlayapti. To'g'ri. Bu degani boshqa marketing sohasiga kirmoqchi bo'lganligi talab ortayotganligini bildiradi. Men hozir masalan juda ko'p biznes egalari o'ziga mutaxassis qidiradi. Juda ba'zi mutaxassislar bor, o'ziga ish qidiradi-da. Ya'ni yaxshi mutaxassisga talab juda ham ko'p. Faqat nima deydi, o'rta miyon emas, sal bilib bilmay emas, haqiqatan ish biladigan odam bo'lsa, o'zi ya'ni nima deydi, 1 yil ichida bitta sohani o'rganib, ya'ni $1000 daromadga chiqish qiyin bo'lmay qoldi-da. To'g'ri. Endi mana shu jarayonda mana ko'pchilikda ko'rayotgan narsa nima? Demak, biznes egalari yaxshi mutaxassis qidiradi-yu, topa olmaydi. Bu tomondagi marketingni o'rganaman, komandaga qo'shilaman deydiganlar boradi, uni olishmaydi. Yaxshi mutaxassis emaslik uchun. Bu jarayonda asosiy narsa mana bu ko'pchilik yoshlar o'rganish protsessi uchun ko'p vaqtini sarflamayapti-da. O'rganish protsessi uchun. Ya'ni 1 soat, 2 soat, 3 soat shug'ullanish, ya'ni nimadir o'rganish bu ko'p shug'ullanish deb hisoblaydi. Aslida, misol uchun, agar kuniga 10-12 soatlab bitta narsaga fokus qilib o'rganadigan bo'lsa, 1 oydan keyin u top 1% ga kiradi. Bilim bo'yicha-da, ya'ni miyasidagi bilimlar. Va juda ham ko'pchilik bilimda underestimate qiladi, ya'ni past baholaydi. Kim to'g'ri qaror qabul qiladi? Kim miyasida ko'p ma'lumot bo'lsa-da, ya'ni misol uchun nimadir qilmoqchisiz, miyangizda qaysidir ma'lumot to'xta deydi. Bu men bitta yozib qo'yilgan, men bitta o'qigan deydi. Bu narsani qilishing noto'g'ri bo'ladi deydi.
Ko'pchilik miyasida bilim kamligini hisobiga noto'g'ri qarorlar qilib qo'yadi yoki qanaqadir zadacha bersa qilinmaydi. Demak, muammo bilim ekan, просто ko'pchilik yetarlicha vaqt ajratmayapti. Shu narsani uchun, misol uchun Harmozning bitta gap bor, ko'pchilik tanisa kerak, biz 20 soat ichida istalgan yo'nalishdagi 80% bilimni o'rganib olsa bo'ladi. 20 soat fokus bilan o'rganish. Qolgan shu 80% o'rgan, qolgan 20% uchun to'g'ri 4 yil, 5 yil, 10 yil ketadi, ya'ni pro darajasiga chiqishingiz uchun. Lekin asosiy 99% insondan o'tib ketish uchun 20 soat yetarli-da. Ama 20 soat fokus bilan sarflash eng muhim. Bitta statistika ham bor. Bitta sohani yaxshi tanib olish uchun 100 soat yetarli. Harmoz 20 soatda 80% degan ekan, ya'ni bitta sohani tushunib, nima ekanligini, qanday foydalanish mumkinligini, qayerga ishlatish mumkinligini bilish uchun 100 soat yetarli deyiladi. Zo'r. Xo'p, hozir bitta savol o'ylab turdim. Fokus masalasida. O'zi alohida vaqtni boshqarish, time management haqida bo'limimiz bor-edi. Siz qanday qilib bitta ishni chalg'imasdan qilish uchun fokus nima instrumentlar ishlatasiz? Qanaqa usullardan foydalanasiz? Bittada qancha vaqt kuchli fokus bilan deep work qilib ishlay olasiz? Zo'r. Endi biz asosiy o'z yo'nalishimiz ham shu-ku, anaqada, supermiyada. Diqqat chalg'imasdan ishlash. Bu narsa bo'yicha ko'p narsalarni o'rganganman. Birinchi o'rinda tushunib olish kerak, fokus bilan ishlash bu muhimlik darajasida-da. Agar men fokus bilan ishlasam, menda 100% natija bo'ladi degan miyangizda ishonch bo'lmasa, u narsaga prosta qaraysan. Fokus bilan ishladimmi, fokussiz ishladimmi, hech narsa o'zgarmaydi degan narsa bo'ladi. Tushunish kerak, fokus bilan ishlagan ahmoq, fokussiz ishlagan aqllini yengib qo'yadi. Ya'ni fokus bilan ishlasin, mayli uni bilimi kamroq bo'lsin, mayli uni skilli kamroq bo'lsin, mayli uni puli kamroq bo'lsin-da, lekin bu yoqda fokussiz ishlayotgan puli ko'p, bilimi ko'p, tajribasi ko'pni yutib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ham birinchi o'rinda fokusni muhimlik darajasini tushunib olish juda ham muhim. Fokus eng muhim narsa. Katta rezultatlardagi eng asosiy narsa bu fokus. Endi men o'zim ishlatadigan narsa. Men har doim sprint deyman. Bu narsani har doim katta rezultatlarimiz, katta zapusklarimiz, katta sotuvlarimiz, qanaqadir o'zim hayotimda qanaqadir katta yutuqlarim bular sprint paytida bo'lgan. Ya'ni sprint degani nima degani? Men rejimga tushaman. Ya'ni ertalab 6 da turaman, kechqurun 9 da uxlayman. Ya'ni 9 da uxlashga yotaman, maksimum 10 gacha uxlayman. Ya'ni birinchi o'rinda rejim to'g'rilab olaman. Bu narsa har doim bo'lmaydi. Ya'ni sprint har doim bo'lmaydi. Misol uchun muhim vazifalar, katta zapuskimiz bor, qanaqadir yangi proyekt qilyapmiz. Deylik, bunga 2 oy vaqt kerak. Jiddiy loyihalar bor, oldinda bor. 2 oy vaqt kerak bu narsani qilish uchun. Mana shu 2 oy men aytaman, o'zimga o'zim sprint. Hech qanaqa chet elga safarlar rejalashtirmayman, boshqa narsa qilmayman-da, bo'ldi. Faqatgina 2 oy. Juda ko'pchiligiga o'sha paytda qanaqadir yordam so'rasa, qanaqadir maslahat so'raydi-yu, o'sha paytda yo'q deyman. Ya'ni to'g'ri. O'zimni maqsadimga erishish uchun ko'p narsadan voz kechish kerak-da. Ya'ni chalg'ituvchi omillarni yo'qotish kerak. Shuning uchun sprint deyman. Buni ertalab kechqurun 9 da uxlayman, ertalab 6 da turaman. 6 dan soat 10 gacha asosiy fokus bilan ishlash vaqtim bo'ladi. 10 gacha ishlayman. Bu yerda asosiy narsa men bitta o'zim bo'lishim. Misol uchun biz ukam bilan turardik, qarindosh, bitta uyda, faqat ikkalamiz. Lekin o'sha sprint paytida men alohida kvartira olib chiqib ketganman. Mana hozir yaqinda shu uyim bitta remont bo'ldi, o'zim uyimda bitta o'zim ishlayman, lekin o'sha paytlari, mana o'tgan yillari shtop hech kim chalg'itmasligi uchun alohida kvartira olib, ko'chib o'tib, ertalab 6 dan 10 gacha ishlaganman. Undan keyin 12 dan kechki paytgacha faqat uchrashuvlar bo'ladi. Endi ko'proq hozirgi paytda ko'p narsani odamlar bilan hal qilganim hisobiga soat 12 dan boshlab kechki payt 6 gacha faqat uchrashuvlar, gaplar bo'ladi. Oldinlari misol uchun skill o'rganayotgan, misol marketing o'rganayotgan paytlarim esimda Alayskida ofisimiz bo'lardi. Ertalab 6 da turardik. O'sha paytda ham Abror aka degan montajyorimiz bo'lardi. Birga zalga chiqardik. Zaldan shug'ullanib, boshqa zavtrak qilib 9 da ofisga kelinardi. 9 dan kechqurun soat 12 gacha umuman xonamdan chiqmasdim. Faqat o'zim, ya'ni asosiy narsa bu chalg'ituvchi omillarda. Chalg'ituvchi omillarni yo'qotish kerak. Keyin yana eng muhim narsa shu yerda bitta chuqurlashuvchi savol beray. Chalg'ituvchi omillarni qanday aniqlaymiz? Zo'r texnika bor. Excelda ikkita bo'lim ochiladi. Bir tomoniga vaqt, bir tomoniga nima qilganingiz. Misol uchun har
yarim soatda 25 minut bitta pomidor deymiz buni, pomidor usuli bor, ko'pchilik bilsa kerak. Har 25 minutda o'sha yerga birinchi 25 minut nimadir qildim. Qilgan ishingiz prosta ikki og'iz so'z bilan. Nimadir qildim, nimadir vaqtda nimadir. Va o'sha jarayonda nimadir chalg'itdi sizni. Yozasiz. Telefon bo'ldi, chalg'idim. Kimdir oldimga kirdi, chalg'idim. Nimadir ishlash jarayonida qaysidir qilmagan ishim kelib qoldi. Misol uchun qaysidir odam bilan qaysidir masalani hal qilishim kerak edi yoki arendamni to'lashim kerak edi misol uchun. Shu narsani qilmaganim uchun ish paytida menga fikr keldi, chalg'idi. Ha, demak, meni qilmagan ishlarim meni fokusimni olar ekan, diqqatimni chalg'itar ekan. Yozib ketasiz. Shu narsani 3 kun qilsa, o'zi sizni chalg'itadigan hamma omillar bittada aniqlanadi. Bo'ldi. Keyingi vazifangiz bo'ldi. Ishlash chetga surib turasiz. Siz hamma chalg'itayotgan narsalarni yo'qotib chiqasiz. Misol uchun miyangizda qilmagan ishlaringiz bo'lsa qilasiz. Kimdir bilan gaplashib olishingiz kerak bo'lsa gaplashib olasiz. Kimdirgadir nimadir berishingiz kerak bo'lsa berasiz. Ya'ni sizni qilmagan miyangizda energiya olib turgan narsalarni yo'qotasiz hammasini. Bo'ldi. Fokus bilan ishlaysiz. Bu narsani har doim qilgan yaxshi. Misol uchun bitta pomidor buni qildim. Bu misol uchun bu sizni chalg'itadigan omillar yo'qolib ketsa ham, bu narsani davom ettirish kerak. Chunki yangi chalg'ituvchi omillar chiqishi mumkin. Birinchi nima bizni chalg'itayotganini bilib olsak, uni yo'qotish yana yo'qotish oson bo'ladi. Bo'ldi. Sprint haqida gaplashayotgan edik. Shu, ya'ni kechqurun ertalab shu 9 dan kechki payt 10-12 gacha fokus bilan ishlardim. Hech narsa shu narsani qo'llardim. Chalg'ituvchi omillarni hammasini yo'qotardim. Asosiy bu narsa qanaqadir katta maqsad bo'lishi kerak-da. Fokus bilan ishlash uchun ham qanaqadir sizni yondirayotgan, qanaqadir rezultat bo'lmasa, fokus bilan ishlashingiz qiyin. Hamma narsa chalg'ib ketaveradi. Misol uchun, o'rtoqlaringiz ketdi, o'ynaymiz desa, mayli, ish qo'yib turib, keyin qilaman degan narsa kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun bu yerda maqsadni qanchalik sizni yondirayotgani ham muhim. Asosiy shu, ya'ni fokus bilan ishlash uchun ko'p narsa kerak emas o'zi. Prosta yo'q deyishni bilish kerak. Menda bitta narsa qiyin bo'lgan, yo'q desam, odamlarning xafa bo'lib qolishi. Misol uchun deylik, kimdir reklamani ko'rib ber, vaqt ajratgan 3 soat, 4 soat shunaqa ber, yo'q, ajrata olmayman, chunki men o'zim ishim qolib ketyapti deyish qiyin bo'lgan, lekin shu narsani qilganman. Misol uchun mana hozir ko'pchilik meni ayblaydi, siz Telegramga javob bermaysan deb. Men unga javob beradigan bo'lsam, men chalg'ishni boshlayman, qo'shimcha yana qanaqa miyamda qo'shimcha vazifalar yuklanadi, bu meni ko'proq chalg'itadi. O'shaning uchun yo'q deyishni bilish kerak, rejimga tushish kerak, chalg'ituvchi omillarni yo'qotish kerak, bitta katta maqsad bo'lishi kerak. Bo'ldi, shuni o'zi fokus bilan ishlashga yetadi. Qarang, bu endi disiplinada. Bitta fokus qilish muammo. Fokus qilgandan keyin uni davomli qilish muammoda. Ya'ni ikkalasi ikkita muammo. Deylik, mana biz fokus qilishni o'rgandik. Ya'ni chalg'ituvchi narsalarni aniqladik, ularni yo'qotdik. Keyin fokus bilan ishlashni boshladik. Qarang, fokus bilan ishlash deganda o'sha chalg'imasdan deep work qilib, ya'ni qattiq ishlash tushuniladi o'zi. Bu bizga uzoq muddatda qilishimiz mumkin bo'lgan narsa qisqa muddatda qilish imkoniyatini beradi. Bir kun, 2 kunda qilishimiz kerak bo'lgan narsalar 3-4 soatda ham qilib qo'yishimiz mumkin-da. Ya'ni juda ko'p holatlarda, masalan, biz ishga boryapman, bir kunda 8 soat ishlayapman deymiz. Aslida biz ishlagan vaqtimizni hisoblasak 8 soat bo'lmaydi. Gaplashib o'tirganlarimiz, Instagram kirganimiz, kimlardir obedga chiqib kelganimiz, boshqalarni olib tashlab faqatgina ishlaganimiz o'zini qilsa 3-4 soat chiqishi mumkin-da. Shuning uchun men aytaman, sen 8 soat ishlayapsan. Men ishonmayman 8 soat ishlayotganingga, sen 3-4 soat ishlayapsan faqat deyman-da. Chunki nima deydi, deep work yo'q. Deep work qiladigan odam birdan bilinadi, u qanaqa ishlayotgani, boshqa nimada. Shunaqa. Xo'p, endi disiplinani qanday shakllantirish mumkin? Bunga ham maqsad kerakmi? Menimcha birinchi eng narsa shu maqsad. Ya'ni o'sha narsa sizga kerak bo'lmasa, yondirmasa, disiplinani misol uchun qanaqadir taktikalar, usullar bor-ku. Misol uchun har kuni checklist yurit, boshqalar bular yordam beradi, to'g'ri. Lekin qanchadir muddatgacha-da. O'shaning uchun odam o'zi men nima xohlayman, nima vazifa degan narsani o'zini tushunib olish kerak-da. Misol uchun menga ko'pchilik nimaga faqat usib bermayapti, boshqa proyektlar emas. Vaqting yetadi-ku, qilsang bo'ladi-ku deyshadi. Yo'q, bitta maqsad borligi uchun boshqa narsaga chalg'im kelmaydi men. Boshqa narsa bilan miyani band qilib kelmaydi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, maqsadsiz qolgan hamma narsani insonda foydasi yo'q. Endi usullar bor, misol uchun men ishlatadigan deylik, o'sha biz doimiy kitob checklistda ishlatamiz uzoq muddat
qilish uchun. Keyin yana bitta narsa davomiy bo'lish uchun hajmni bilmaydi ko'pchilik. Misoli ingliz tilini o'rganishda misol keltiradigan bo'lsak, odamlar yillab ingliz tilini o'rganishga vaqt sarflaydi, to'g'rimi? 3 yil, 4 yil, lekin natija bo'lmaydi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, ular prosta o'rganadi. Ya'ni o'zi bu narsani qachon o'rganishim, maqsad o'rganish, misol uchun bemalol erkin gapirish darajasiga chiqish. Erkin gapirish darajasiga chiqish uchun nechta so'z yodlashim kerak? Nechta so'zni bilishim kerak? Yoki nechta mavzuni men bilishim kerak? Ya'ni hajmni aniqlab olsa, men demak mana shuni qilsam, bo'ldi, men ham shu intizomdan to'xtataman. Degan narsa bo'ladi. 3000 ta so'zni o'rgansam, men ingliz tilida bemalol gaplashar ekanman. Bo'ldi, 3000 ta so'z yodlamaguncha men intizom bilan shug'ullanishim kerak. Ya'ni to'xtatib qo'ymasligim kerak. 3000 tadan keyin qolganini qilsa bo'ladi degan narsa bo'lish. Ya'ni hajmni aniqlab olish kerak, katta maqsad bo'lish kerak bu. Ya'ni shu marketingda hamma narsa o'lchanadigan, bo'lsa, raqamlar osonroq bo'ladi. Xo'p, endi maqsad qo'yish ham hammada har xil-da. Masalan, kimdir ichidan o'zi nima deydi, yonib turadi. Yana kimdir masalan boshqalarni ko'rib maqsad qiladi boshqa. Endi kimgadir maqsad qo'yishni o'rgatib bo'lmaydi deb o'ylayman. To'g'ri. Endi maqsad qo'yish asosiy bir ikkita narsalar bor, e'tibor berish kerak bo'lgan narsa. Men o'zim qo'llaydigan bittadan ko'p maqsad qo'ymaslik kerak. 1 yil davomida katta. Shu hammada maqsad har xil, hammada yo'nalish har xil, lekin odam 2-3 ta quyonni orqasidan yursa, bittasini ham usholmaydi-da. O'shaning uchun maqsad qo'yayotgan paytda asosiysi bitta yoki maksimum 2 tadan ko'p maqsad qo'yish hech qaysi biriga erishmaslik bilan почти bir xil. Zo'r. Hozir mana marketing sohasiga, boshqa sohalarga ham juda katta ta'sir ko'rsatyapti. O'ylayman, marketing sohasida boshqa sohalarga qaraganda yana ham ko'proq ta'sir o'tkazayotgan bu AI, ya'ni sun'iy intellekt. Juda ko'pchilik sun'iy intellektni ishlatyapti, ya'ni oddiygina suhbatdosh sifatida ko'ryapti. Yana kimdirlar masalan ishida minimum savollarni nima edi, berib savol javob qiladigan nima sifatida ishlatilyapti-da. Masalan, o'zim aytdingiz, mana bir kunda 6 soatdan ko'p vaqt ishlatyapman deb. Hozir sun'iy intellekt qaysi darajada ishlatyapsiz? Nima imkoniyatlardan foydalanyapsiz? To'g'risi, men o'sha boshida mendan shunaqa bo'ldi, prosta suhbat uchun qanaqadir savollar bo'lsa, qanaqadir analiz qilish kerak bo'lsa ishlatdim. Lekin mana oxirgi bir 4-5 oydan beri yengil boshlagandim. Oxirgi bir oy juda ham chuqur kirishni boshladim. Hozirgi kunda deyarli hamma narsa o'sha biznes protsesslar, biznesdagi sun'iy intellekt bilan bo'lyapti. Misol uchun, birinchi qiziqgan narsa men o'zim asosiy skillim target-ku. Ya'ni birinchi targetni o'rganib kirganligim uchun birinchi qanaqa qilib sun'iy intellekt targetga qo'llash mumkin deb o'yladim-da, izlanib sun'iy intellekt orqali target yo'lga qo'yishni tayyorladim. Hozir menda agent bor. Misol uchun men target yo'q, mana bunaqa bo'lsa, byudjet mana bunaqa bo'lsa, bo'lma, ads manager kirishim shart emas. O'zi qiladi. Prosta menga chat, cloud chatga kiraman. Mana bunaqa chat bo'lsa bo'ldi. Cloud chati bo'lsa bo'ldi. Mana shundan turib men reklama qilib yuborishim mumkin. Hamma buyruq berib, ya'ni nastroykasini ham qiladi o'zi. Nastroykasini ham hamma narsani qiladi. Birinchi qilgan narsam shu bo'ldi. Hozir mana content strategiyalar, content planlar, reklamalarning strategiyalari, varonkalarning etaplari, varonkalarga har bitta skriptlari. Ko'pchilik o'ylayapti, sun'iy intellekt bu yoki masalan shu savol javob qiladigan narsa yoki bunda video qilib almashtirib video qiladigan narsa. Sun'iy intellekt imkoniyatlari juda ham ko'p. Hozir men agentlarni tayyorlaganman. Menda hozir produkt bo'yicha agent bor, marketing bo'yicha agent bor, media bo'yicha agent bor, produkt bo'yicha agent bor, bitta ularni boshqalarning team lead bor. U ham bitta bo'lim yani. U ham bitta odam. Ya'ni men faqat team leadga vazifa beryapman. Team lead qolganlarga vazifa berib, bizda Kanban bor, menda dashbordim. Vazifalar ro'yxati, jarayonda vazifani keyin review, ya'ni o'zi birinchi ko'rib chiqadi reviewni, men emas, agent o'zi ko'rib chiqadi. Keyin uni vazifa bajarildiga beradi. Men vazifa bajarilganini tasdiqlashim kerak. Tasdiqlasam, keyin bo'ldi, umumiy vazifa bajarildi etapiga o'tadi. Men tayyor papkalarim ro'yxatiga kiradi. Ya'ni hozir deyarli hamma narsani sun'iy intellekt qilyapti. Menda ham mana shu bo'limlarga har bitta vazifani shunga qildiryapman. Qarayman, target yoqishni aytdingiz-ku. To'g'ri, bajarayotgan bo'lishi mumkin, lekin sifati qaysi darajada hozir?
target yoqish mana bunaqa narsada ikkita etap bor. Target reklamani olaylik. Birinchisi bu reklamani yoqish, to'g'ri yoqish. Ikkinchisi bu undagi raqamlar bilan, natijalar bilan ishlash, nima muammoligini topish va o'sha muammoga to'g'ri yechim qilish. Birinchisi istalgan odam bir kunda 24 soat vaqtini ajratsa o'rganib ola oladi. Ya'ni qanaqa nastroyka qilish, nima tugmani bosish, reklama yoqish protsessida yongingacha 24 soat ichida istalgan odam fokus qilsa o'rganib olsa bo'ladi. Qiyin ish emas. 24 soatda bitta odam o'rganib ola oldimi? Demak, sun'iy uni bemalol qilyapti. Ya'ni hech qanaqa muammosiz reklama yoqilyapti. Endi ikkinchi etap bor edi va 90% targetologlar mana shu joyda qiynaladi. Ya'ni raqamlarni analiz qilish, qaysi reklama ishlayapti, qaysi reklama ishlamayapti, reklamalarda qaysi metrikalar natija bermayapti. Shuni aniqlash qiyin edi. Aniqlash qiyin degani nima? Raqamlar ko'rinib turadi, lekin bilim yetmaganligi hisobiga nimani hisobiga menda lidlar qimmatga tushayotganini tushunmasdi. Ko'pchilik. Bu narsani mana ko'pincha o'zim kirib, analiz qilib chiqarardim. Hozir nima qilish kerak? Prosta mana reklama narxi qimmat, misol uchun. Nimaga reklama narxi qimmat deb turib o'zidan so'raysiz, o'zi endi aytasiz, tushunmadingizmi? Menga marketing tushunmaydigan sodda odam tilida tushuntirib ber deysiz, tushuntirib beradi. Ya'ni oldingi reklama yoqishdan ko'ra ancha sifatli, tezroq va arzonroq reklamalar qilishga yordam beryapti. Bu ertaga targetologlarni o'rnina qo'ymaydimi? Olib qo'yadi. Endi savol tug'iladi. Sun'iy intellekt ishlatmaydigan targetolog o'rnini olib qo'yadi. Kim agar misol targetolog sun'iy intellektni qo'llab, sun'iy intellekt orqali reklama yoqishni boshlasa, u odam katta ehtimol bilan yaxshiroq reklama yoqadi. Misol uchun mana bugun bu yoqqa kelishimdan 2 soat oldin telefon bo'ldi menga Meta Ads'dan. Shunaqa suhbatlar o'tkazganman, qanaqadir yangi qo'shimchalar kiritdik. Shularga sizga tushuntirmoqchiman deb men telefon qilyapti. Ya'ni sun'iy unaqa ham Facebook ham, Meta ham sun'iy intellekt kirgizish bilan band. O'zining platformasiga va mana oxirgi 1 oy ichida Amerikada target reklama oldingidan bir necha x ga yaxshi ishlashni boshlabdi. Yaxshi ishlash nima degani? Oldingidan ko'ra sifatli lidni olib kelishadi. Tochni odamlarni maqsadli topishni boshlayapti. Oxirgi 1 oyda ancha kuchayib ketibdi. Bu degani sun'iy intellekt bilan ishlashni boshlasa targetolog yo'q, istalgan soha egasi chiqib ketmaydi bozordan. Zo'r. Kam. Bu bitta nima deydi? AI agent. Keling, AI agent nima? Uni vazifalari nima? Qanday shakllanadi? U nima qiladi? Masalan, qaysi sohalarga qanday foydalanish mumkin? Shu haqida ham qisqacha aytib bering. Mana umumiy biz endi hozir men umumiy oladigan bo'lsam, qarang, hozir juda ko'pchilik o'sha savol-javob darajasida, tahlil darajasida, masalan, menga buni qilib ber yoki bunga nima deysan degan narsalarni ishlatyapti. Endi u odam birdaniga AI agent yasab olish darajasiga chiqish qiyin. Etapma-etap. Masalan, noldan qanday borishimiz mumkin mana shu darajaga? Endi men hozirgi o'zimning tajribamdan kelib chiqqan holatda ayta olaman. Birinchi mana juda ham ko'pchilik hozir ChatGPT ishlatyapti, to'g'rimi? ChatGPT ishlatyapti. Menda qanaqa bo'ldi? ChatGPT ishlatib yurgandim, Gemini'ga o'tdim. Gemini'ga nimaga o'tdim desa, Gemini bu Google ishlab chiqargan sun'iy intellekt bo'lganligi uchun va Google adashmasam juda bir necha 20-30 yildan beri bor kompaniya va ular hamma ma'lumotni yig'gan. Data ko'p, ma'lumot ko'p. Va Gemini Google'ga tegishli bo'lganligi uchun undan javob so'rasangiz, u juda katta baza bilan ishlab sizga javob bera oladi. GPTda javob bersangiz, hozir qanaqa bilmayman, anchadan beri ishlatmay qo'yganman. Juda yuzaki javoblar berardi yoki 50% ni qaytadan qilib chiqishimga to'g'ri kelardi. Men Gemini'ga o'tdim, 80% ga ko'p o'zgartirmayman. Tekst bersam, misol uchun tekst misolda oladigan bo'lsak, 80% ni qilib beryapti, 20% ni o'zim to'g'rilab o'zgartirardim. Birinchi o'rinda Gemini bilan ishlashni o'rganish kerak. Nimaga deydigan bo'lsa, Gemini'dan keyin Cloudga o'tish kerak. Cloudda ko'pchilik qiynalib qoladi. Birinchi marta Cloud ishlaganlar. Shuning uchun Gemini'da ishlab tajriba orttirib oladi. Chunki Gemini'da notebook e'lon bilan ulab, bilim bazasi qilib ishlatish mumkin, ikkinchi miya qilib ishlatish mumkin, istalgan odamni o'ziga trener qilib yasab olishingiz mumkin. Misol uchun Harmozina deylik, o'ziga ustoz qilib olishingiz mumkin. U qanaqa maslahat bersa, u nima qilgan bo'larsiz o'rningiz. Xuddi shunaqa javob beradi. Nimaga desangiz, uning bilim bazalaridan notebook e'lon orqali tuzib olsa bo'ladi. Men shunaqa qildim. Gemini orqali. Keyin Cloudga o'tdim. Qarasam Gemini ham yaxshi, lekin Cloudni bir marta ishlatib ko'rdim, undan ham zo'r ekan. Undan ham zo'r aniqlik bilan javob berar ekan.
Va hozir cloud ishlatyapman. Endi menda komandamizda dasturchi bor. Shtatda ishlaydi. Uni hozirgi vazifasi hech nima qilmayapti. Har kuni menga shu 4 soat, 5 soat sun'iy intellekt bo'yicha tepamda turib, nimanidir tushunmasam Zoomda o'tiramiz. Men uyda ishlayman. Zoomda o'tiramiz. Prosta o'tiradi u. Misol nimadir tushunmay o'zini ishini qilib o'tiradi. Nimadir tushunmasam, "Men tushunmayman" deyman, kiradi, qilib beradi. O'sha narsani tushuntirib yuboradi, nima qilishni. Cloudga o'tdim va cloud orqali endi bu narsaga chuqurlash texnik jihatlar bo'lib ketadi. Cloud misol uchun deylik. O'sha sun'iy intellekt o'zidan so'rasang qadam-qadam o'rgatadi. Cloud bor, Facebook bor misol uchun. Ulamoqchisiz, qanaqa ulashni bilmaysiz. Cloudga Facebookni. Cloudga Facebook. O'zidan so'raysiz, qadam-qadam o'rgatadi, prosta ulashsiz. Bo'ldi. Endi Facebook Cloud orqali ishlasangiz bo'ladi. Endi nimalar qilish mumkin desangiz, biznes protsessiga hamma jarayonlar. Misol uchun, kastet qilmoqchimisiz, bozorlarni raqobatchilarni o'rganmoqchimisiz, content plan tuzmoqchimisiz, reklama skript yozmoqchimisiz, varonkalar tuzmoqchimisiz, sotuv bo'limi trening qildirmoqchimisiz. Mana vaqtgacha nima bo'ldi? 10 mingga yaqin suhbatlarni Cloud bizni Supermedia sotuv bo'limidan yuklab olib, ularni har bittasini transkripsiyaga, ya'ni so'zma-so'z qaytadan yozib, har bitta sotuvchi qayerda to'g'ri gapirgan, qayerda noto'g'ri gapirganligini alohida xulosa qilib tayyorlab beryapti. Siz qilasiz, mana prosta olasiz, 22 ta sotuvchi bo'lsa, 22 ta sotuvchiga mana sani xatoyim, san to'g'ri qilgan narsa feedback. Sayt yasamoqchimisiz, qanaqadir application vibe coding bilan rivojlanyapti. Hattoki mana Margulan Sesembay taniysiz, ko'pchilik taniydi. Qozog'istonlik milliarder. O'shani o'zi vibe coding bilan shug'ullanyapti. Milliarder inson. Menga ko'pchilik yo sun'iy intellekt bilan o'rganyapman, mana kompyuter yig'ida shug'ullanyapman desam, sizga nima keragi bor? Unaqa delegatsiya qilsangiz bo'lmaydi. Men delegatsiya qilib qo'yganman. Ko'pchilik unaqa narsalar qilish uchun o'z vaqtingizni sarflashingiz kerak emas, deyapti-da. Lekin ko'pchilik tushunmaydigan narsa bor. Komanda baribir sizchalik kirishmaydi. Misol uchun, xuddi mana sizni bolangiz bor. Siz bolangizga qaraydigan, misol uchun, enaga qo'ydingiz. U qaraydi, zo'r qaraydi, lekin baribir sizchalik qarolmaydi-da. Bu yoqdan xuddi shunaqa, mana siz biznesingiz bo'lsa, siz unga misol uchun komandaga vazifa berib, bunga sun'iy intellektni integratsiya qilishni o'rgatishingiz mumkin. U lekin 100% borini berib qilmaydi-da shu narsani. Siz qachonki o'sha narsani o'zingiz chuqur o'rgansa biznes egasini o'zi. O'rgansa komandasiga o'rgata oladi. Komandasi necha foizga qilayotganligini, to'g'ri qilyaptimi, noto'g'ri qilyaptimi ko'ra oladi-da. O'shaning uchun mana misol uchun vibe coding bilan Margulan Sesembay juda katta tadbirkorlar shug'ullanyapti. Bular shug'ullanayotganda, bular kerak deb o'ylaganda biz shug'ullanmasligimiz menimcha noto'g'ri bo'ladi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, har bitta odam biznes egasi bo'ladimi, komandasida nechta odam ishlashidan qat'iy nazar faqatgina komanda yuklab qo'ymasdan o'zi chuqur bilish kerak. Ya'ni qanchaki sun'iy intellektni, AIni komandasidan ko'ra zo'r biladi, o'shanda har bitta bo'limga shu narsani integratsiya qila oladi. Ya'ni biznes egasi sun'iy intellekt qanchalik yaxshi tushunsa, qolgan raqamlarni bo'lsin, qolgan bo'limlar bo'lsin, nazorat qilishi, tahlil qilishi yana ham osonlashadi-da. Bilmasa, u endi oldin bir qadam orqada bo'lgan bo'lsa, endi 2-3 qadam orqada qolib ketaveradi. Zo'r. Qarang, qachon sizda zaпрос paydo bo'ldi AI agent qilishga? Bundan adashmasam 1 yil oldin Supermeyani global bozorga olib chiqish fikri kelgan menga. Chunki maqsad kattaroq biznes qilishni xohlayman-da. O'sha birinchi 2022-yil men biznes kirganimda juda katta ustozimni havas qilib ustozlarni ko'rardim. Tushunishingiz uchun biz yo'nalishimizdagi toplar Amerika bozorida yiliga $400-500 million pul ishlaydi-da. Katta biznes. Ya'ni bir necha yuz minglab odamlarga muammosini yechishga yordam beradi. Shunaqa katta hajmdagi odamlarni o'qitadi. Misol uchun Russell Brunson почти millionga yaqin, agar undan ko'p bo'lmasa, kitoblarini sotganda. Meni yo'lim ham Russell Brunson kitobidan boshlangan. Bunaqa insonlar juda ko'pini taniyman. Agar Russell Brunson bo'lmaganda, deylik, men direct response marketing bunchalik rivojlanmagan bo'lardi deb o'ylayman-da. Shu bitta inson ingliz tili bozorida bo'lib turib, bo'lganligi uchun butun dunyoga ta'sir qila olgan. Nafaqat Amerikani o'zida, ingliz tili bo'lganligi uchun butun dunyoga ta'sir qila olganda. Supermedia ham xuddi shunaqa. Ya'ni bizda maqsad bor. Mnemonika bu shunaqa kuchli narsaki, o'rganish protsessingizni shunchalik tezlashtirib yuboradiki, istalgan farqi yo'q, til bo'ladimi, qanaqadir yangi kasb bo'ladimi, sun'iy intellektni o'zini o'rganish bo'ladimi, mnemonikani bilgan inson xotirasi kuchli bo'ladi, diqqati juda ham kuchli bo'ladi, juda ham tez o'rganadi. Lekin buni
dunyoda o'rgatadigan produktlar soni nechta deb o'ylaysiz? Bilmadim. Yo'q-da. Xotira va unaqa bo'yicha diqqatni rivojlantirish bo'yicha kurslar masshtabni sotadigan bozorda juda ham kam. Va misol uchun bor bitta ikkita, misol Jim Kwik bor, deylik. Jim Kwik bitta kitob yozgan xolos, hech qanaqa katta rezultatli, katta rekord o'rnatmagan. Rekord umuman o'zi chempionatlarda qatnashmagan insonda. Bozor bo'm-bo'sh va juda ham ko'pchilik shu narsani o'rgatmaydi. Mnemonika nimaligini o'rgatmaydi. Misol uchun mana shaxmat mashhur aql anaqasida sportda, aqliy sport turiga kiradi, lekin juda ham ko'pchilik taniydi, shug'ullanadi. Mnemonikani juda ko'pchilik bilmaydi. Mana shu og'riqdan kelib chiqqan holatda biz menga 1 yil oldin maqsad bor edi, global bozorga chiqish. Buni yo'lini qarab ko'rganman, men ingliz tilini eng zo'r darajada o'rganaman. Davron aka ingliz tilini eng zo'r darajada o'rganadi. Komandada eng zo'r ingliz tilini o'rganadigan odamlarni yig'aman. Va chet el bozoriga chiqamiz. Bu uchun bilmayman. Juda ko'p vaqt ketardi u payt. Sun'iy chiqqandan keyin hamma narsani o'zgartirib yubordi. Hozir til degan baryer umuman yo'q bo'lib ketdi. Misol uchun, hozir Davron akani bizda 500 tadan ko'p ingliz tilida gapirgan videosi tayyor turibdi, Reels. Ya'ni umuman sun'iychilikni bilinmaydi va tayyor. Majlis apstudiga shuni kutyapmiz, uni chiqarishni boshlaymiz-da. Ya'ni 1 yil oldin menga juda qiyin bo'lgan maqsadim hozir 1 yildan keyin juda oson tuyulyapti. Prosta men o'zbek tilida kontent qilaveraman, ingliz tilida to'g'ridan-to'g'ri tarjima bo'lib chiqib ketaveradi. Hech qanaqa tarjimaligi bilinmaydi. Men deylik, o'sha yerdan turib komanda tuzishim shart emas. O'zi Davron aka o'zi gapirmagan, avatar qilingan, to'g'rimi? Avatar. Ya, avatar emas. O'zi biz ingliz tilida, o'zbek tilida gapirgan videolarimiz ko'p-ku. O'sha videolarni prosta perevod qilib chiqilgan bo'ldi. Qanaqa avatar ham qilinmagan. Prosta bor gapni ingliz tiliga tarjima qilib chiqqan xolos. Keyin misol uchun chet elga borib komanda tuzish kerak. Shart emas, mana sun'iychilik bilan men o'zim komanda tuzdim. 4 ta bo'lim va chotka ishlayapti. Hamma narsani zo'r qilib beryapti. Ya'ni qachondan paydo bo'ladi? Demak, men global bozorga chiqishim uchun menga ingliz tilida kuchli komanda kerak edi va ingliz tilida kontent qila olishim kerak edi. Va sun'iychilik shu narsani qilishim mumkinligini bilganimda sirazi sun'iychilik bilan shug'ullanishni boshladim. Shu yerdan paydo bo'ldi zapros. Oxirgi webinarda ham sun'iychilikdan foydalandingizlarmi? Qaysi qismida? Bilmadim, qaysi qismida bo'lsa qat'iy. Video kontent qismida yo'q. No, misol uchun, voronkalar, skriptlar, biznes protseslar hammasida ham. O'zbek tilida sun'iychilikni ishlatish maqsadimiz yo'q. Tabiiylikni saqlab qolish maqsadi. Tushundim. Asosan xalqaro bozor uchun. Keyin juda ham ko'pchilik nimaga kontent qismini yoki videoga olish jarayonini sun'iychilikka o'tkazishga hozir qiziqyapti. Chunki o'sha proses ularda ko'p vaqt oladi va ko'p energiya oladi. Bizda Davron aka bilan u qiyin emas. Misol uchun, juda ham kuchli ekspert bo'lgani hisobiga, gapirish muammo bo'lmaganligi uchun bir necha kunda, 1 oylab, 2 oylab kontentlarni olib qo'ya olamiz. Shuning uchun unaqa qiyin emas. Bugun ishga kelganimizda bolalar bitta nimani ko'rsatdi. Sun'iychilikni ko'rsatdi. Bitta podkastni yuklagan ekan. O'zi videolar tayyorlab beribdi. Keyin qiziqdim, o'zim ochdim. Submagic. Sizdan oldingi, ya'ni birinchi son podkastimizni tashladim. 25 minutda 30 nechta qilib berdi hozir aytaman. Xullas 25 minutda o'zida 34 ta video qilib berdi. 34 ta video va eng qizig'i siz suhbat boshlangunigacha to'g'ri kesdimi, yo'qmi, bu o'zbek tilini qanday biladi deyapman-da, ko'rib chiqdim. 35 ta ekan. 35 ta video kesib berib ko'rib chiqyapman. Hammasi oson bo'ladigan shug'ullar. Ya'ni 90% darajada sifatli. Hatto uni ichidagi masalan subtitrlarni bilmadim 30 xilda o'zgartirish mumkin. Katta, kichik kadrlar qo'yish, oho deyapman-da, ya'ni montajyorlarning ham ishi deyarli birinchidan osonlashib ketyapti. Ikkinchidan o'rganish ham oson bo'ladi. Eng qizig'i o'sha joyda ko'rayotgan bo'lsangiz, men ham qildirdim-da. Davron aka bilan Ahad akani podkastini qildirdim. 39 ta reels kesib berdi va eng qizig'i o'sha yerda baholab ham bergan. Qanchalik huki, qanchalik viral bo'lishi foizlarda. O'lchab bergan. O'sha yarim soatda bir oylik kontent bilan qilib beryapti-da. Endi men hozir shuncha imkoniyatni ko'rib aytaman. Hozirgi kunda kim agar menda o'xshamayapti, barakali qilish uchun foyda beradi. menda o'xshamayapti,
men qila olmayapman, ya'ni texnik sabablarni bahona qilib qanaqadir imkoniyatdan foydalanaman, katta pul topa olmayotgan bo'lsa, bu просто bahona. Men o'zi hozir oxirgi paytlar ko'p eshitayotganim, millioner bo'lish eng oson bo'lgan, eng tez bo'lgan davrda yashayapmiz degan fikr ko'p uchratyapman. Juda ko'p nimalarda. Va yaqinda xuddi shunga umuman o'zi O'zbekiston bozori ham kengayganligi hisobiga, xalqaro bozorda ham nima edi, oldinga qarab oxirgi paytlarda urush sababli buni aytish sal noto'g'ri bo'lishi mumkin. Orqaga ketishlar bor, to'g'ri. Urush bo'lmagungacha hamma bozorlar tepaga qarab o'sayotgan edi. Juda ko'p 90% bozorlar. Elon Musk bitta fikr yozdi. Hozir dedi, eng o'sha millioner bo'lish oson bo'lgan davrda yashayapmiz. Oldinlari pulni tejab ishlatish, ya'ni jamg'arish qulay edi. Hozir pulni tejagandan ko'ra ko'proq pul topib, ya'ni pul ishlash imkoniyatlari tejashga qaraganda osonroq bo'lib ketgan. Shunaqa. Ya'ni o'zingni qiynama, pulni tejab nimadir qilaman deb, bundan ko'ra ko'proq pul topishga harakat qil demoqchi-da. Shunaqa. Qo'shilaman. Va buni eng osonlashtiradigan narsa sun'iy intellekt. Mana shu joyda ham aytib o'tish kerak, sun'iy intellekt agar fundamenti bo'lmasa ishlamaydi. Ya'ni deylik, marketing bilimi bo'lmasa miyasida, sun'iy intellekt foydasi yo'q. Yoki tadbirkor o'zini miyasida biznes bo'yicha bilimi bo'lmasa, uni foydasi yo'q. Bu sun'iy intellekt просто nima qilib beryapti hozir? Sizdagi bor bilimdan nima qilishni bilasiz, o'shani amalga oshirish, siz bilishingiz bilan amalga oshirish o'rtasidagi muddatni qisqartirib beryapti. Tezlashtirib beryapti. Agar bilim bo'lmasa, fundamental narsa bo'lmasa miyasida, u sun'iy intellekt to'g'ri zapros berishni ham bilmaydi, to'g'ri qabul qilib olishni ham bilmaydi, nima qilayotganini ham tushunmaydi. Hozir qilib turgan ishini 10 barobar tezroq qilish uchun, ya'ni 10 barobar o'sish uchun, ya'ni 4 ta narsaga e'tibor berish kerak. Birinchisi atrof muhit, energiya, fokus va davomiylik. Shu haqida gaplashaylik. Mana hozir ko'proq yangi sohaga kirish, ya'ni ilk $1000 daromad, ya'ni ilk daromadni topish haqida gaplashdik. Endi mana shu sohaga kirgan, ishlayapti. 2000 atrofida yoki boringki, masalan 2000-3000 atrofida pul topyapti. O'ziga qolayotgani 1000-1500 qolyapti masalan. Mana shu kimdir masalan SMM agentsiyada bo'lishi mumkin, yana kimdir dizayn bo'yicha, veb-sayt bo'yicha agentlik qilgan, yana kimdir masalan production qilgan, ya'ni turli xil soha vakillari bor. Bu soha vakillari o'zini 10x ga o'stirish uchun boya tepada aytgan 4 ta narsani ham qilish kerak. Yana nimaga ahamiyat berish kerak? Yani nima qilish kerakki, u ko'proq mijoz olish kerakmi yaxshi o'sish uchun yoki qimmatroq mijoz olish kerakmi? Nima qilish kerak? Men bilaman, misol uchun boya gaplashgan atrof muhit, energiya, fokus, bu davomiylik bular insonda bo'lishi kerak bo'lgan xarakterlarda shu daromadga chiqish uchun. Ya'ni 10x ga o'smoqchi bo'lgan bo'lishi kerak bo'lgan xarakter. Shart bo'lgan narsa. Sifatlar bular. Agar mana shular bo'lmasa, qiyin bo'ladi. Agar omad kelib qolmasa, qayerdan pul kelib qolmasa, meros bola noldan bularni teskarisini qilib turib, atrofingizda yomon odamlar bo'lib turib, davomiylik qilmasdan turib, fokus bilan ishlamasdan turib qilish qiyin bo'ladi. Bular xarakter tomonlama muhim. Endi bu narsalar bo'lgandan keyin, misol uchun shu men o'ylaymanki, men 2000 oyga topyaptimi, bularni katta ehtimol bilan qisman bo'lsa ham odamda bo'ladi. Asosiy narsa endi bu yerda ko'proq o'sha biznes bilimlari kerak bo'ladi-da. Endi bu yerda ham ikkita yo'nalish bor, ikkita tomondan ketsangiz bo'ladi. Misol uchun dedik 10x o'smoqchisiz, oyiga 10 ming, 20 ming, 30 ming dollar pul topmoqchisiz, siz kuchli, juda ham kuchli mutaxassis bo'lib topishingiz mumkin. Misol uchun men eshitishim bo'yicha qanaqa, misol uchun Evans yoki shunga o'xshagan katta kompaniyalarni top menejerlari oyiga 40 ming, 50 ming dollar pul ishlaydi. Eshitishim bo'yicha. Ya'ni nimani hisobi? Ular ko'p, ular biznes boshlamagan. Ular top menejer. Ya'ni juda ham kuchli skilli bor, bilimi borligini hisobiga bitta qaysi katta korxonada katta lavozimda ishlayapti va 40 ming, 50 ming dollar pul topyapti oyiga. Yoki siz shunaqa bo'lishingiz kerak. Juda ham kuchli kompaniyada, katta lavozimda ishlashingiz kerak, kuchli mutaxassis tajribangiz hisobiga. Yoki ikkinchi yo'l bor. Deylik, biz yo'nalishimiz, deylik, marketing oyiga 1,5-2 ming topyapti. Uni o'qilish kerak bo'lgan narsa bu biznesda qolgan qismlarni o'rganish. Faqatgina marketingning o'zi bilan 10x o'sish qiyin deb o'ylayman.
siz sotuvni bilishingiz kerak, jamoa boshqarishni bilishingiz kerak. Chunki 10x o'smoqchi bo'lsangiz, 10x baribir masshtablashingiz kerak. 10x masshtablashish faqatgina bitta o'zingiz orqali bo'lmaydi, jamoa orqali bo'ladi. Jamoani boshqarish bu o'zi bitta alohida san'at-da. O'shaning uchun qo'shimcha skilllarni faqat bittasi o'rganilgandan keyin qolganlari o'rganish oson bo'ladi. Misol marketolog bo'lsa, sotuv bo'limini qurish va boshqarish, media bo'limini, produkt bo'limini, umumiy komandani boshqarish. O'shaning uchun bu yog'iga sekin jamoa bilan ishlashni o'rganishga fokus qaratish kerak 10x o'sish uchun. Ya'ni birorta mutaxassis hozir 1,5 ming topayotgan bo'lsa, jamoasini kengaytirish orqali, lekin masalan ba'zi sohada mutaxassislarni ko'ryapmiz, jamoasini tarqatib, o'zi qimmatroq chekka ishlayotganlar ham bor. Bu qanday holatda? Bu biznes model. Misol uchun mana deylik, siz $1000 dan 10 ta proyekt bilan ishlasangiz, $10,000 pul topasiz. To'g'rimi? Xo'p, endi komandangiz shu narsa qilish uchun 10 ta odam ishlayapti. Endi siz komandangizni yarmini qisqartirdingiz, 5 ta odam qolyapti va narxingizni misol uchun $2000 ko'tardingiz. Va kamroq bir xil narsa, ko'ryapsizmi? Prosta bu yerda 10 ta odam mijoz bosh og'riq kamroq bo'ladi. Komandada kam odam bo'lgani uchun kamroq bosh og'riq bo'ladi. Ya'ni muammo kamayadi. Lekin misol uchun bitta o'zingiz ishladingiz, qaysidir etap kelganingizda yana komanda kerak bo'lib qoladi-da. Ya'ni misol uchun u prosta hozirgi holatingizga yetarli. Bitta o'zingiz $10,000 chekka ishlayapsiz, bitta mijoz bilan. Ikkita bilan ishlaysiz, hop 20 ming topasiz. O'zi 3-4-chisiga o'zingiz fizik ulgurmay qolasiz, o'sha paytda baribir komanda kerak bo'ladi. Shuning uchun baribir jamoani boshqarish, endi masshtablash tabiiyki o'sha produktlarni ko'proq mijozlarga sotish bilan bo'ladi yoki qimmatroq ikkita yo'li bor. Ko'proq sotish yoki qimmatroq sotish. Shu orqali bo'ladi. Bu narsani qilish uchun baribir jamoa kerak, jamoa bilan ishlash kerak. Siz qaysini tanlagan bo'lardingiz? Qimmatroq kam sotgan yaxshimi yoki kamroq, arzonroq ko'p sotgan yaxshimi? Men qimmatroq kam sotish tanlardim, lekin bu nishaga qarab. Nishaga qarab. Men imkon qadar shu narsaga fokus qarataman, lekin agar misol uchun mana Superman nishasida biz arzonroq, ko'proq auditoriyaga sotsak, biznes model nuqtai nazaridan to'g'ri bo'ladi. Shunaqa. Men misol uchun o'zimning produktlarimni men qimmatroq sotaman, kamroq odamga sotaman. Chunki meni nisham shu narsaga to'g'ri keladi. Supermeda bu narsa to'g'ri kelmaydi. Bu orqali masshtablash qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham arzonroq, lekin ko'proq odamga sotiladi. Tushundim. Oxir paytlarda men o'zimda ham ko'p o'zim sizda o'qiganman, undan tashqari yana ham ko'p men shu zapis sohasiga kirib kelayotgan, infobiznes sohasiga kirib kelayotgan nimalar ko'p. Nima deb o'ylaysiz? Oxirgi paytlarda sifatsiz kurslar ko'paymadimi? To'g'risi, men o'zim O'zbekistonda birorta kurs sotib olmaganman. To'g'ri, bitta ikkita biznes bo'yicha ustozlarda o'qigan bo'lishi mumkin. Ko'p O'zbekiston bozorini men aniq qilmayman. Kuzatmayman. Chunki biz yo'nalishimizda konkurentlar ham juda ham kam. To'g'risi chet elda raqobatchilarni o'rganishga vaqt sarflasam ko'proq menga foydali bo'ladi. Shuning uchun O'zbekistondagi kurslarning sifati bo'yicha to'g'risi anaqa yo'q. Mayli, sifat bo'yicha emas, keling. Baribir reklamalarda yoki kontentlarda, Instagramda yoki boshqa joyda ko'rib qolishingiz mumkin. Marketing orqali manipulyatsiya qilish kuchaymadimi? Kuchaydi. Endi bu mamlakat narsada, bozor kattalashgan sari yaxshi narsa ham ko'payadi, yomon narsa ham ko'payadi. Bu tabiiy holat. Parallel ravishda o'sadi. Lekin mana e'tibor bergan bo'lsangiz, 2024-2025-yilda juda ko'pchilik to'xtatdi. Oldin har ikkita yoki 3 ta storiesda bitta webinar degan reklama chiqardi. Hozir juda kam yoki menga kam chiqadi. Hozir mana yana ko'payishni boshlayapti. O'rtada mana o'tgan oxirgi 6 oy davomida juda kam edi. Hozirgi mana oxirgi paytda yana ko'payishni boshlayapti. Aytmoqchi bo'lganim, har 1 yilda, 2 yilda bozor o'zi tozalanadi. Tushundim. Ko'payish tabiiy holat, ikkala yo'nalishim yaxshi ham ko'payadi, yomon ham ko'payadi, lekin har 2-3 yilda bir marta yaxshilar qoladi, yomonlar chiqib ketadi. Nimaga desangiz, o'zi baribir yomon produkt birinchi yil natijasini bermaydi, odamlar sotib olaveradi-da. Birinchi, ikkinchi yildan keyin baribir
tavsiya ishlashni boshlaydi. Bu kursda o'qimagan yaxshi emas ekan yoki bu kursda o'qigan zo'r ekan degan narsa ishlashni boshlaydi. Yaxshi produktlar rivojlanishni boshlaydi, yomon produktlar pastga tushishni boshlaydi. Va sotuv qila olmagandan keyin tabiiyki foyda bo'lmagandan keyin juda ko'pchilik to'xtatishni boshlaydi-da, ya'ni o'sha yaxshi produkt bo'lmaganda. O'shaning uchun bu tabiiy holat. To'g'ri, oxir paytda masalan kurslar ko'paydi. Ko'payganligini hisobiga men o'ylayman, boshqa oldindan o'sha onlayn kurslar qilib kelayotgan odamlar ham sifatni oshirishni boshladi. Men masalan hozir juda ko'p atrofimizdagi prodyuserlarda, boshqalarda ko'ryapman, produkt uchun ko'p byudjet ajratilmasdi-da. Bitta produkt qilingandan keyin asosan marketingga, jamoaga qilinardi-da. Hozir endi tanlov imkoniyatlari ko'paygandan keyin odamlar bir-biriga nima qilyapti? O'zini produktini kuchaytirishga harakat qilyapti. Masalan, oldin qo'shmagan narsalarni qo'shib beryapti. Bilmadim, bonuslarni mana oldindan bo'lib kelgan, lekin produktni o'ziga ham metodologlar yo'llab, nima qilib, oddiy shazil degan o'zi ham hozir vaqti yo'q-da. Vaqti yo'q. Vaqti yo'q. O'ylayman, ko'paygan sari Sifat ham oshadi. Ha, sifat ham oshadi. Endi yana bitta nima? Qanday ajratib olish kerak deb o'ylaysiz? Yaxshi produkt bilan yomon produkt. Yaxshi produkt bilan yomon produktni. Odamlar nima hisoblanib qolmaydi? Endi bu narsaga prosta o'sha yo'nalish bo'yicha ozgina bilimingiz bo'lishi o'zi yetarli-da. Ya'ni misol uchun deylik, men marketing bo'yicha kurs sotib olmoqchiman. Yugurib borib marketing bo'yicha kurs sotib olmasdan YouTube'da bepul marketing darslarini ko'rib ozgina o'zi qanaqa. O'zi bittada ajratishni boshlaydi odamni. Bu yaxshi, bu yomon. Men yaqinda Pythonda o'rganmoqchi bo'ldim. Nimaga? O'sha Telegramda oxirgi update'lar keldi. Botlarga juda ko'p imkoniyat beryapti. Qarayman, 3-4 martadan beri botlarga kuchli narsalar qo'shyapti-da. Men aytdim, qanday qilinadi o'zi botlar? Nima qilsa bo'lar ekan? Qancha vaqt o'rgansa bo'ladi ekan? Men bot qila olamanmi? Dasturchi emasman, hozir masalan ko'p kodlarni yozish imkoniyati bor boshqa deganda, o'sha sun'iy intellekt bilan gaplashdim. Men mana shu darajada o'rganmoqchiman. Mana bu imkoniyatlar ishlatmoqchiman. Qayerdan boshlab o'rganay va nimalarni qilay deganimda, masalan, hatto nimani o'rganishim kerakligini, qanday qilib o'rganishim kerakligini, to'g'ri, unga to'g'ri savol ham berish kerak, to'g'ri prompt bilan nima qilish kerak. Hamma narsani aytib beryapti. O'zi manbalar ham topib beryapti, qayerdan o'rganishim kerakligini. Xuddi shu nimani, masalan, o'zbek tilidagi darslarni ham topsa bo'lyapti, masalan. Xuddi shunday, demak, aldanib qolmaslik uchun o'sha sun'iy intellektlardan albatta foydalanish kerak. Shu orqali nima qilsa bo'lar ekanda, ajratib olsa bo'lar ekan. Yana bitta narsa, juda ham tez bo'ladigan narsa, o'sha odamni ijtimoiy tarmoqlarda kontent bormi yo'qmi? YouTube'da bepul qiymat beryaptimi yo'qmi? YouTube'dan bepul qiymat olgan bo'lsa, o'qishga qaror qabul qilsin, deb maslahatim. YouTube'dan bepul qiymat olmadimi, o'qimasa ham bo'ladi. Ya'ni mana shu asosiy narsa bo'lib qolgan hozir men uchun-da. Men misol uchun kimlardir yangi chiqib qoldi, Reels'dan chiqib qoldi. Menda birinchi o'qish niyati paydo bo'ldi. O'zi sotib olishimga arziydimi yo'qmi degan narsani YouTube'ga kiraman. YouTube'dan 2 ta, 3 ta, 4 ta videolarni ko'raman. Men qiymat olsam, menga foydali bo'lsa, yangilik olsam bo'ldi. Demak, u insonda o'qisa bo'ladi degan narsa keladi. Eng tez va eng zo'r yo'li mana shu. Vaqtni unumli foydalanishda bitta usuli bu rejalashtirish. Lekin juda ko'pchiliklarda rejalashtirsa ham bir kunda reja qilgan ishlarga ulgurmaydi. Nima uchun ulgurmaydi? Nima sabab bo'ladi? Asosiysi ko'p vazifa qo'yish kuniga. Men misol uchun 3 tadan ko'p vazifa qo'ymayman. Kun uchun bitta, maksimum 3 ta. Agar 3 tadan ko'p vazifa qo'yyaptimi inson, u tabiiy holat, uni kutmasin, hammasi bajarilishiga. Chunki insonda 2 ta resurs bor, ya'ni o'sha aqliy energiyasi bor. Ya'ni misol uchun odam charchaydi, necha soat o'tirgandan keyin charchaydi. Shu jismoniy holati ham bor-da uni. Misol uchun siz bir kunda qanchadir soat ishlay olasiz. Undan keyin charchab qolasiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, 3 tadan ko'p vazifa qo'ymaslik kerak. Iloji bo'lsa bitta qo'ysa undan ham yaxshi. Biz ko'pchiligimiz nima qilamiz? Misol kuniga har kuni 10 ta qilishim kerak bo'lgan ishlarni qilamiz, ro'yxatini qilamiz. Hammasidan ozgina. Va yana bitta e'tibor berish kerak bo'lgan joy, qancha ko'p kuniga vazifa qo'yilsa, vazifalar task switching deydi, ya'ni vazifadan vazifaga o'tish soni ham ko'p bo'ladi, ya'ni chalg'ishingiz ko'p bo'ladi. Misol uchun Trello'da vazifalar ro'yxatini yozib qo'yasiz-da, birinchisida qilayotgan paytingizda ikkinchisiga ko'z tushib qolsa, unga o'tib ketib qolasiz, uchinchisiga o'tib ketasiz, to'rtinchisiga o'tib ketasiz.
shuni hisobiga chalish ko'p bo'ladi. Faqatgina 3 ta vazifa tursa yoki bitta vazifa tursa, tasavvur qiling, nimadir qilmoqchisiz, bitta vazifaga ko'z tushaveradi. Bitta vazifaga ko'z tushaveradi. Chalish ehtimoli juda ham kam bo'ladi, samaradorlik oshadi. Zo'r. Vaqtdan unumli foydalanish. Asosiy hamma bilan ko'pchilik o'quvchilarim bilan gaplashganda ulgurmayman deydi. Nimaga ulgurmayapsan desam, mana bir kunda shuncha vazifa bor. Sabab chunki vazifani qo'yib olganing. Kunlik bo'lib olgan, 3 tadan bo'lib olgan, bir haftada juda ko'p ishlarni qilib tashlasa bo'ladi. Qarangki, mana ko'p mana shu sohada jamoasi bor odamlarda ham, jamoasi bor boshqarayotganlarda ham xuddi shu muammo bor. Endi ular ko'pchiligida o'ziga juda ko'p vazifa olgan bo'ladi. Lekin men sizda ko'rganman, siz to'g'ri delegatsiyalar qilinganda har bitta bo'limni yo'riqnomalari bor, qiladigan ishlari bor, javob beradiganlari bor. Hamma bo'limdagi xodimlar ham siz bilan kelib gaplashmaydi. Asosan shu bo'lim rahbarlari bilan gaplashiladi-da. Qanaqa bo'lgan mana shu jarayon? Nima sabab bo'lgan masalan delegatsiyalashishga, ya'ni delegировать qilishga? Va jarayon qanday bosqichlardan o'tgan? Bu narsani men 2023-yil tushunganman. Bitta vaqtda ikkita proyekt to'g'ri kelib qolgan. Umumiy hisobda reklama byudjeti $30,000 dan ko'proq. Endi u payt uchun men uchun juda katta byudjet bo'lganda. Oldimizga qo'ygan planimiz ham katta bo'lgan. Ikkita proyektga qilmoqchiman va ikkala proyekt uchun ham bitta komanda. Va komandaning ko'pchiligini u paytda tajribasi pastroq edi. O'sha paytda men juda qiyin davrdan o'tganman. Uni qilsam, bu tushib ketyapti, ya'ni bu proyektga fokus qaratsam, bu proyekt orqaga qarab ketyapti. Bunga qaraydigan bo'lsam, bu orqaga qarab ketyapti. O'sha paytda ikkita xulosa olganman. Ya'ni bir vaqt o'zida 2-3 ta proyekt bilan jamoang kuchli bo'lmasa ishlashing xato ekan deganman. Demak, 100% fokusda anar jamoangga qaratasan, ya'ni jamoa kuchli jamoa qaratasan, keyin misol uchun 2-3 ta proyektlar bilan ishlashing mumkin degan tushuncha bo'lgan. O'shanda men tushunganman, komanda yig'ishim kerak. O'sha paytdan o'sha komanda mavzusiga chuqurlashishni boshlaganman. Hamma narsani birinchi qadam o'rganish. Nima qilish kerak? Bilimi. Misol uchun qanaqa qilib to'g'ri odamlar yo'llanadi, qanaqa qilib ularni o'qitiladi, o'rgatiladi, qanaqa qilib ularni ushlab qolinadi, qanaqa qilib ularga to'g'ri vazifa beriladi. Shu narsalarni o'rganishni boshlaganman. Shu Supermiyada qarayman, hech kim yo'q. Hamma ishni o'zim qilardim chunki. Sotuv bo'limiga ham o'zim, marketingga ham o'zim, kontentga ham o'zim, webinar o'tkazishga ham, webinar texnik qismiga ham o'zim tushunardim. OBS'ni hamma narsani o'rganib olganman. Hamma narsaga o'zim qilardim. Endi buni bo'lib berish kerak. Bo'lmasa men nervni bo'lishni boshlaganman-da. Ozgina nimadir bo'lsa bo'ldi, urishib ketaverardim-da, jahlim chiqib ketaverardi. Qarasam sog'lig'im ham ketyapti. Keyin o'sha birinchi qadam strukturani ko'rishdan boshlaganman. Kimlar bo'lish kerak? Shu bo'lib chiqaman. Hozir bor-ku bizda produkt bo'limi bor, marketing bo'limi, media bo'limi bor. Keyin o'sha produkt bo'limi bor. 4 ta asosiy bo'limlar, moliya bo'limi. Mana shularga bo'lishdan boshlagan. Bu o'zimcha bo'lib olganman. Har bitta paytda o'zim ishlayapman lekin. Lekin shu lavozimlar bor. Va shu lavozimlarga odam qidirishni boshlaganman. Hech qayerdan topib bo'lmaydi. Masalan, infobiznesdagilar juda ham yaxshi biladi. Yo'q-da bozorda. Tayyor mutaxassis yo'q. Bor bo'lsa ham ular band. Misol uchun qaysidir proyektlarda ishlaydi. Yo'q, hozir misol uchun hozir ham topaman, hozir ham yo'q. Nima qilishingiz bitta yo'li bor xolos. Qaysidir bilimi bor, harakati bor, energiyasi bor bolani olasiz. O'rgana oladigan bolani olasiz, o'zingiz o'rgatishingiz kerak. Boshqasiga iloji yo'q. Shunaqa qilgan, ya'ni bizda sotuv bo'limida juda ko'p bolalar ishlaydi. Ham asosiy ko'p aylanadigan bu sotuv bo'limi edi. Sotuv bo'limidagi bolalarni qaraganman, bitta ko'p tajribalilar, ya'ni 6 oydan beri, 3 oydan beri, 4 oydan beri ishlayotganlardan ko'rganman. Qaysi birigadir roblikka anaqa bor, potensial bor. Qaysi birigadir jamoani boshqarishga potensial bor. Qaysi biridadir produkt yaxshi, u sota olmaydi, boshqa, lekin produktni zo'r tushunadi. Ko'p kitob o'qigan odamlar. Yoki Supermiya kitob kursimiz zo'r o'qib chiqqan bolalar. Ya'ni nima qilganman? O'sha potensiali qaysi birida zo'r bo'ladi. O'shanga sekin tortishni boshlaganman. Bitta proyekt menejer, bitta rob, bitta produkt va hokazo. Ularga o'sha to'g'ri kitoblar beraman. Mana shu kitoblarni o'qib keling. Mana shu kurslarni ko'rib keling. Kurslarni to'g'ri berganmiz, video va o'zim tepasida turib o'rgatganman. Mana 1 yil, 2 yil vaqt ketdi va bolalar o'zi o'sdi. Misol uchun o'zini ustida ishladi. Biz Supermiyada sharoit yaratib berdik. O'sha kerakli darslarga, kurslarga, umuman o'zim kirib dars o'tishni boshladim. Shunaqa qilib, bo'lim rahbarlari tayyor bo'ldi. 1,5-2 yilda. Hozirgi kunda shu bo'lim rahbarlari biz bilan 2 yildan beri, 3 yildan beri ishlagan va ularning hammasi sotuvdan boshlangan. Birinchi qadam. Va ular o'zi, undan keyin men shug'ullanmadim.
sotuv bo'limi o'zi sotuvchilarini olib ishga qo'yadi. O'sha operatsion direktor bor hozir biz Javohir aka o'zlari o'sha boshqa bo'lim rahbarlarini olishni boshladi. Ya'ni shu asosiy toplanib qurganimizdan keyin men pastda jamoa bilan shug'ullanganim yo'q. Mana shu protsessdan o'tdik. Zo'r. Ya'ni yangi jamoa qurayotganlar tayyor mutaxassis qidirish kerak emas. Birinchidan qimmat bo'lsa ham hozir o'shaning uchun o'zi topib nima qilgani yaxshi. Biz yo'nalishimizda shunaqa. Misol uchun katta kompaniyalar bor, katta pul to'la oladi. Misol uchun ularda ketib qolsa ham yangi katta pul to'lab ola oladi. Misol uchun bizda deylik qaysidir odam bitta tanishim bor, u tayyorini olishni xohlaydi. O'qitishga kelmaydi. O'qitishga vaqt ajratgisi kelmaydi. Mayli deydi, men ko'p pul to'layman. To'lashga tayyorman ham deydi. Va oldi shunaqasidan. Qimmat oyga $3000 adashmasam to'lab bitta top menejer olgan. Va u bilan ishlayapti, 2 oydan keyin ketyapti. Ishga kirishi juda ham oson bo'lgan, ishdan ketishi ham juda oson. Ishdan ketishi ham shunchalik osonda. Misol uchun biz yo'nalishimizda siz har doim yangi oladigan bo'lsangiz, hech qachon o'smaysiz-da. Bitta odam fokus bilan kirishi kerak. Shuning uchun agar siz o'zingiz o'rgatadigan bo'lsangiz, o'qitadigan bo'lsangiz, siz bilan uzoq muddat birga qoladi. U o'sha darajaga chiqish uchun, o'sha daromadga chiqish uchun prosta chiqib qolmagan bo'ladi. Ya'ni u etapma chiqqan bo'ladi. O'shaning uchun siz bilan uzoq muddat ishlash ham ehtimol ko'p bo'ladi. Endi men misol uchun boshqa sohalarda, boshqa bizneslar, ommaviy ko'pchilik rivojlangan bizneslarda bo'lsa, balki bo'lishi mumkin o'sha tayyorini olish. Lekin biz yo'nalishimizda men kutib o'tirish tavsiya qilmayman. Qanaqadir xodim o'zi kelishini. Lutshi tayyorlasa, o'rgatishni boshlab tezroq bitadi ish. Hozir mana ancha bozor kengaydi deyapmiz. Bozor kengayganligi sabab shu jamoani ham kengaytirish, jamoa bilan ishlashga ham talab bo'lyapti-da. Shu nima deb o'ylaysiz? O'zimiz kengaygan bozorda har xil produktlar kirib keldi. Masalan, qurilish sohasida ham sinab ko'rishyapti, ayollarda tikuvchilikdan yoki turli xil sog'liq bo'yicha ham qilishyapti-da. Nima deb o'ylaysiz? Hali ham O'zbekistonda Zapus modelini ishlatsa bo'ladigan yangi sohalar bormi? Chiqadimi? Endi misol uchun Amerikani oladigan bo'lsak, hamma narsani internet orqali sotishadi. Hamma narsani internet orqali sotishadi. Internet orqali deganda ba'zilari qaysidir boshqacha voronkalarni ishlatadi-da. Endi misol uchun ko'p nishalar bor, hali ko'p produktlar bor sotilmayotgan. To'g'ri, ular Zapus orqali sotiladimi yo'qmi bilmayman. Lekin sotilish boshlanadi internet orqali. Asosiysi internet orqali, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar, Instagram, YouTube va hokazo platformalar orqali sotilishni boshlanadi. Lekin hammasiga ham Zapus to'g'ri kelmaydi. Men 100% buni oldindan ayta olmayman. Ya'ni ba'zilariga bu minusda. Undan o'sha performance marketing qilib sotgan ancha yaxshi bo'ladi. Shuning uchun balki ko'pdir, baribir ertami kechmi hammasi internet orqali sotilish boshlanadi. Ya'ni qisqa qilib aytganda, masalan, cheki arzon bo'lgan sohalarga Zapusni kiritish qiyin. Prosta foydasi kamroq. Ya'ni marja kam bo'ladi. Marja kam bo'ladi, to'g'ri. Tushunarli. Nima deb o'ylaysiz? Oxirgi paytlarda targetda narx oshib ketyapti. Lit narxlari har xil nimalarda bozorda ham masalan nimalar narxi ham oshgan. Nima deydi? Mutaxassislar narxi ham oshgan. Bu marjani pasayishiga olib kelyapti. Borib Zapus modelining o'rniga avtovoronkalar yoki boshqa narsalar o'tib ketiladimi? Va qanchalik masalan bu balans qanaqa bo'ladi? O'tish boshlangan o'zi. Endi vebinarlar doim ham ishlaydi. Misol uchun oldin ham ishlab kelgan, hozir ham ishlaydi, undan keyin ham ishlaydi. Faqat uni nishasiga qarab, ekspertiga qarab, produktga qarab natijaviyligi har xil bo'ladi. Misol uchun hozir bizda 80% sotuv vebinarsiz bo'ladi. Hozirgi kunda Supermeda 80% sotuvni vebinar ishtirokisiz amalga oshiryapmiz. Chunki men o'sha bundan o'tgan yil yoz oylarida analiz qilyapman. Vebinardan lead narxi va sotuv narxi qimmatlashib ketyapti bizda. Bitta mijozga, ya'ni va bu degani biz marjamiz tushib boryapti. Bunaqa paytda odatda sirazi seziladi va biznes model o'zgartiriladi. Shuning uchun ham biz ham hozir biznes model o'zgartirganmiz. Почти o'tgan yil yoz oylari, qaysidir oyda, avgust oylaridan biznes model o'zgargan va o'sha oydan beri biz 70-80% anaqani sotuvni vesel voronkalar orqali, ya'ni avtovoronkalar orqali qilyapmiz.
Webinar bu o'sha qo'shimcha, ya'ni shu anchadan beri kutib yurganlar bo'ladi, qiziqib yurganlar bo'ladi, qatnashaman deb yuradiganlar bo'ladi. Shular uchun bitta webinar o'tkazib, ya'ni middle of funnel deymiz biz, iliq auditoriya uchun webinar o'tkazib, oldin misol uchun bitta webinarimizga 100 ming, 120 ming, 140 minggacha trafik yig'ardik. Hozir unaqa emas. Hozir o'sha bizni o'zimiz taniydigan middle of funnel 50 ming, 60 ming auditoriyani yig'ib, o'shalarga webinar qilib sotyapmiz. Aytmoqchi bo'lganim bu bo'lyapti уже boshlangan, bunga moslashish kerak. Biznes modelni o'zgartirish kerak. Qanchalik deydigan bo'lsak, mana bizda hozir keyingi даже zapuskarimizdan 70-80% byudjetni to'liq boshqa barankalarga ishlatamiz. Bu ya'ni Vesel oqlayaptimi bu? Vesel o'zini ancha oqlayapti. Demak, katta ehtimol ertaga Veselga o'tish ko'payadi. Hozirdan boshlandi va ko'p. Hozir misol uchun mana deylik, webinar barankalari orqali ROAS deymiz, reklamaga sarflangan pul qancha bo'lib qaytishi deylik, oldin webinarda 10 bo'lardi bizda. O'shaning uchun ham zo'r biznes model qilib ishlatardik-da, zo'r baranka. Undan keyin 5-6 ga tushishni boshladi. Sразу hozir Veselni o'zgartirganmiz. Vesel hozir 10. Masalan, raqamlarda aytganda yoki ko'rsatishlar bilan aytganda, Veselni webinar formatidan nima foydali taraflari bor? Nima taraflarda yutyapsizlar? Vesel baranka bu qanaqa deydigan bo'lsak, foydali taraflari bu, misol uchun siz webinarni ideal o'tkazishingiz kerak. Va sizda faqat bitta shans bo'ladi. Ikkinchi shans uchun pul to'lashingiz kerak-da. Ya'ni misol uchun bir marta webinaringiz o'xshamay qoldi. Ikkinchi marta webinar qilishingiz uchun bor yana boshdan kreativ qilasiz, boshqadan reklamaga pul sarflaysiz, olib kelasiz va hokazo. Vesellar, misol uchun men noto'g'ri gapirib qo'ydim, Vesel video olyapman, noto'g'ri gapirib qo'ydim. Shuni to'xtatamiz, boshdan syomka qilib olamiz. Ya'ni ideal webinar video qilish Veselda osonroq. Qaytadan montaj qilib, boshqa qilib o'zgartirsa bo'ladi. Yana bitta bizdagi O'zbekiston bozoridagi yoki misol uchun bormi yo'qmi bilmayman, bizning supermeyda nima, juda ko'p zaifga tushardi webinardan. Unga sotuv bo'limi bog'lanib chiqquncha ko'p vaqt ketib qolardi. Ish so'p qolardi. To есть zaifga ko'p, ularga tez bog'lanishni yo'lga qo'ya olmaganligimiz hisobiga konversiya o'zi bo'lish mumkinligidan past. Nimaga ko'p sotuvchi chiqib tashlamaysiz desa, biz 40 tagacha sotuvchiga olib chiqdik-da. Bilaman. Lekin to'lib ketadi. To'lib ketadi. Operatsion rasxod juda qimmat. Katta ofis ushlab turish kerak. Komandangizda ko'p odam bo'lgandan keyin ularning tepasiga team leadlar qo'yishingiz kerak. Bo'lim rahbarlari qo'yishingiz kerak. Ular alohida pul. Ya'ni katta rasxod bo'lib ketyapti. Katta bosh og'riq bo'lib ketyapti. Veselda menga yoqqan tarafi nimada bo'ldi? U sizga stabilniy zaifga tushiradi. Misol uchun kuniga 100 ta, 200 ta zaifga to'xtamasdan har kuni tushadi. Misol uchun webinarda 3 minut, 4 minut zaif bitada tushadi. Uni bog'lab obработка qilib chiqqanicha ko'p vaqt ketib qoladi, sovib qoladi. Bu yoqda har kuni 100 ta, 200 ta tushayotgan hisobiga bugun zaif qoldirsangiz, bugun yoki ertaga maksimum bog'lanamiz. Qarang, mana webinardagi sotuvda juda ko'pchilik emotsiya orqali to'lov qiladi, ya'ni defitsit bo'lganligi hisobiga nima qiladi? Tezroq to'lov qilib, tezroq bonuslarni olishga yoki tezroq joylar tugab qolmasdan qo'shilib olishga harakat qiladi. Veselda mana shuni ham qilish imkoniyati bormi? Veselda bu narsani qilish imkoniyati bor. Ya'ni o'sha Veselda ham bizda maxsus bonuslar bor. Faqat oldindan ro'yxatdan o'tganlar uchun, Vesel videoni ko'rganlar uchun beriladi. Bu narsalar shu yerda ishlatamiz. Men o'ylaymanki, bu narsa hozir oldingidagi o'sha webinardan emotsiya bilan sotib olishda bu narsalar ancha pasaygan. Nimaga desangiz, oldin bitta ikkita odamda bo'lardi. Hozir juda ko'pchilik mana shu narsani ko'rsatib sotyapti. Va odamlar ham hozir sotib olish qarori muddati uzayyapti. Mana misol uchun oldin esimda deylik, supermarketini bir hafta oldin tanib olgan odamlar sotib olaverardi. Hozir unaqa emas. Hozir kamida 3 oy. Kamida 3 oy oldin tanimasa, sotib olmaydi bizdan. Bu degani men hozir bu zapuskga sarflagan pulim 3 oydan keyin. Bu hozirgi zapusk natijasi emas deyman. Bu hozirgi natijamiz biz oldingi zapuskarimizda sarflagan pulimizda, qilgan mehnatlarimizning natijasida. O'shaning uchun qanchalik hozir kim YouTube'ga ko'proq e'tibor beradigan bo'lsa, umuman olganda shu qiymat beruvchi, ya'ni ekspertning videolariga ko'p e'tibor beradigan bo'lsa, endi biz sohamizda uzoq muddatga zo'r ishlaydi. Chunki webinarda siz faqatgina o'sha triggerlar orqali sotasiz, bu yoqda rostdan ham qiymat berib sotasiz. Misol uchun hozir men Davron aka YouTube videosiga kirsangiz, juda ko'p 1 soat, 1,5 soatlik darslarimiz ko'p. Odamlar misol uchun ko'pchilik aytadi, sizlar shu hamma narsani berib yuborsanglar, odamlar sota olmaydi, to'yib qolmaydimi deydi. Mayli, to'yib qolsin deymiz. Ya'ni bu yoqda gap odam nimani o'rganishni xohlagani uchun ham sotib oladi, lekin asosiy sabab emas deb o'ylayman.
Misol uchun men hamma toplarda o'qib chiqqanman, Amerikada, Rossiyada. Ularni asosiy bilimini olish uchun emasda, ularni his qilish uchun, ularni mishleniyasini bilish uchun, ular qanaqa qarorlar qabul qilishini bilish uchun-da. Ya'ni ularga o'xshash uchun, qisqa qilib aytganda. Juda ko'pchilik ham shunaqa. Mayli qiymat berishdan, informatsiya berishdan hozir qo'rqish kerak emas. Hamma ma'lumotlar, hamma sirlarni berish kerak. Ularni birga bajarishni sotish kerak. Mana men senga mana hamma sekret, hamma narsani o'zing qilishing mumkin. Bepulga beraman. Xohlasang birga qilishimiz mumkin. Men seni tepangdan turib aytaman, o'rgataman. Bu narsani sotish kerak. Implementationni sotish kerak. Zo'r. Kim o'shaning uchun webinar emas, webinarga fo'q. Webinar men har doim webinar yaxshi foyda beradi deb kelganman. Hozir ham foyda. Faqatgina moslashish kerak-da. Ikkita misol uchun agar Vesel Varonka past rost olib kelganda edi, ya'ni tikilgan pulga qaraganda kamroq pul olib kelganda edi, balki men webinar ishlatgan bo'lardim-da hali. Prosta moslashish kerak bozorga bo'lib. Bu degani webinar varonkasi yomon degan tushuncha kelib qolish kerak emas. Zo'r. Xo'p. Birinchi savollar bor. Suhbatimizni yakuni. Ba'zilarini suhbat davomida gaplashib ketdik. Takror bo'lib qolishi mumkin. Javob berib ketaveramiz. Boshlaymiz. Copywriting yoki trafik? Qaysi biri? Copywriting. Oxirgi bir yilda o'qigan eng foydali kitobingiz? $1 million lead. 100 million, $100 million lead. Infobiznesda eng katta yolg'on nima? Tez natija bo'ladi. Telegram yoki Instagram? Daromad uchun qaysi biri kuchli? Instagram. Hozir noldan boshlasangiz nima sotar edingiz? Infoprodukt. Target yoki content? Content. Qimmat kam mahsulot yoki arzon ko'p sotuv? Qimmat kam mahsulot. Zaps yoki doimiy sotuv? Ya'ni webinar formatda zaps qilish yoki Hozir doimiy sotish. Diplomsiz ham millioner bo'lish mumkinmi? Mumkin. 90% kurslar foydalimi, foydasizmi? Ya'ni 90% kurslar foydasizmi? Foydali. Foydali. Podkast uchun, suhbat uchun sizga katta rahmat. 2 soatga yaqin suhbat bo'ldi. Agar yana qanaqadir savollar qolib ketgan bo'lsa yoki yana qanaqadir mavzular chiqadigan bo'lsa, keyinchalik yana o'sha podkast orqali suhbat qilish nasib qilsin. Yo'q demasdan tashrif buyurganingiz uchun sizga katta rahmat. Sizga ham rahmat, taklif uchun kattakon. Rahmat. Rahmat. Sizga ham rahmat.